Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan muhtaram vatandoshlar, hammanglarga Allohning salomı, rahmati va g'oyib xush keldinglar. Diqqatingizga yana shu Harmast tadqiqotchilarimizdan Mavlon Yasin apandining taqdim qilishida Amerika jazolagan texnikalarni Xitoy nima uchun ishlayolmaydi nomli programmaning 3-sonini sunamiz inshaalloh. Biz ilgari bu temada 2 qism programma qildik. Bugun texmi ichkirilgan oldida ilgirki mazmunlarga to'liqlama va chuqurlama shaklda yana bir programma olib boramiz. Ekranimizda Mavlon Yasin efendim. Assalomu alaykum Mavlon aka, xush keldingiz. Va alaykum assalom. Uka qanday ahvolingіз? Yaxshi turamsiz? Allohga shukr. Yaxshi. Yomon qattiq ishlab ketib boribsiz deyman yana. O'tgan 8-10 yillik vaqtimizda aslida qilishdik ishni qilolmay vaqtni qochirib qo'yayotganmiz. Mana endi shu so'roq kelyapti. Endi boshqa ishni qo'yib qo'yib shu yilning topshiriqlarini ishlatamiz desak bo'ldi. Ya shu deyman. Bunday qarsa charchab uyqungiz ketib turibdi deyman hozir. Vaqt borgan sira ishtik o'tadi ekan, qilgan ishlarga yetish bo'lolmaydi. Ilgari qilgan ishni talashib qolardik-da, bu aktivistlar meyli medyada, meyli bu namoyish yoki faoliyatlerde deyli, ijtimoiy siyosiy faoliyatlerde. Hozir qilgan ishning jiqligida kim nima ish qilsa zaten o'zim qilgan ishim jiqgan deb adam hozir qilgan ishini topib bo'lolmaydi, tutib bo'lolmaydi. Shu darajada vaqtni jiddiy bir vaqt kirib qoldik. Bizdan keyin kelayotgan yoshlarning shunday tuyg'u bormi bilmayman, lekin biz chet elga dastlab chiqqan vaqtimizga qaragan chog'da hozir qilingan ishning jiqligidan adam haqiqatan yetish bo'lolmaydi degan tuyg'udaman. Boshqalar qanday o'ylaydi? Buni programmaning inkas qismiga yezib qo'yib, agar o'zining nimalarini bir o'rtoqlashsa, balki bu bizning jamiyatni va bizni tushunishimizga foydali bir ish bo'lib qolamdiki deb o'yladim va shu o'rtoqlashib qo'ydim. Tema munosabatsiz bo'lsin. Xo'sh, bugungi avvalda, ya'ni bugungi temada sizning taqdim qilishingizda Amerika jazolagan texnikalarni Xitoyning nima uchun ishlayolmaydiganligiga aloqador programmaning 3-soni oldi. Xo'sh, kirish qismini men deb bo'ldim. Endi so'z sizda, marhamat. Nima? Shu mush Amerikaga kelgan yoqi men 87-yili keldim. Bir damdila mana o'qitdim. Xizmat qilganimga 30 yil bo'ldi. Amerikada shu yumshoq detal injener bo'lib ishlayotganim 30 yil bo'ldi. Men kelgan mush 30 yil dunyoda ajoyib ilm-fan texnikada taraqqiyot intayin zo'r bo'lgan mush 30 yil mushu. Men kelgan vaqtimda Amerikaga kelsam, Sharq Turkiston, hatta butun Xitoy hukmronligida ilxat yezish kompyuterda yo'qdi. Bu kompyuterda yo'qdi. Men Amerikaga kelsam kompyuter bo'libdi. Ila qor ekran, u vaqtlarda ko'ringan ekran yo'q. Menda qo'lingizda menda u ham bu ham yutganmaysiz, qop-qor ekran edi. Shu ekranda bir yozatib ilxat degan nimani tag'an shu vaqtida ilxat degan chiqibdi. Ahli hayron qilib va shu vaqtida bir necha chiqiblar, ajab bu ilxat yaxshi deblar shu bo'ldi. Uningdan keyin uzun o'tmay to'g'ri chiqdi. Mavo window, ma deri shaklda ma biz ko'rinib vaqtdagi mavo kompyuter shakllandi. Macintosh boshladi. Windows 95 ga dastlab qarashgan chiqdi. Yo'q, 95dan burun. Windows 90. Uni shuningdek grafik, uningda rasm sijaydiganga ko'rindi. Uningda birinchi qitim ma birimda mana mouse deymiz uyg'urchada, inglizchada. Bunda kontrol qilganda birimlarni o'z qo'lingizda u yoqdan bu yoqqa yutkaydigan bo'ldingiz. To'rning chiqishi dunyoni intayin taraqqi qilyapti. Uningdan keyin bu to'r program hamma narsa raqamlashib ketdi. Hozir AI o'tib ketdi. Sun'iy aql. Endi Uyg'urlarni AI deb ishlatinglar, bu xalq oraliq atalg'i bo'lib qoldi. Artificial Intelligence Uyg'urcha sun'iy aql deydi. Xalq orada har qanday yerda buni qisqart AI deydigan bo'ldi. Uyg'urlarmi shuni biz AI deb ishlatsak bo'ladi. Hatta Xitoylar tili kelmasa AI deydigan bo'lyapti.
bu Türkiye barınla dünya Rusya her kandak yerde bunu AI deb işletilgan bo'ldi. Bu xalq aralık atalgı aşılan. Bu terakkiyat intayın tezlenip gitti de bu terakkiyat dünyanın burunki texnikalar, kompüter, maşina, poyuz bu texnikalarning cheki batdi. Manchak yak bağında AI'nın cheki bulmalıdır. Ben ahir sözlep ötüp ketip barım. Ben hozir AI'da. Hozir ben uyumda o'tiribla dünyadaki her kandak raqam dünyası paydo bo'ldi. Siz raqam dünyasida yer setib bo'ladi hozir. Mesela bir dükkan kırmızı bunda bir kap köteynek çıktı. Müştal çıksam, köteynek müştal taksam la mesela sizden Gollandiya'daki falanç magazin kırmen desem la o Gollandiya'daki magazinlar mı özünün anda magazinden rakam dükkan aylandırdı. Ben aslında kipla dükkanların içinde minip yürüyüverim. Dükkanların içinde yürüyüme, kitaplarını koyuyorum, hemini kıpla, aşağıda pulunu törep çıkıtıma, boldu ilüyütüme, aşağıda bop buldu. O nemesler bana poştayla evitip yürüdü. Hozir shuningga kelib ketdi. Butun raqam dunyoni hozir yerni setib olgan yerga. Bilib o'zingiz dukkan solsangiz bo'ldi. Hamma dukkanlar raqamlashib ketib bordi. Buni faqat mushta ko'zoynakni taqaysiz, Parijga falanchi dukkan mushta deysiz, siz mushta mangsa ichida yuraversiz meni. Meni yurib, nimani ilib ko'rib, qilsiz, hamma qilsiz, shu darajaga yetib ketdi. Bu texi, bu aqlninki dastlabki birinchi nusxasi. Bunun degan qadda bo'ladi. Bu to'g'riliq vaqtida Abdurahim G'aniyinkida men to'liq Abdulloh bilan men nima to'g'riliq AI to'g'riliq AI bir qur tushundirib bir suhbat so'zladim. Uningda to'g'ri Abdulloh bilan. Keyin men so'zlab qolamiz. Hozir dunyo shunchalik taraqqi ketdi. Endi men Amerikada men ikki oyda ishib ketdi. Men Donald Trump chiqdi. Donald Trump chiqqanki dunyoning sistemasini o'ngtay qildi. Buni Xitoyga tutgan siyosetini nəhayət qo'llaymiz. Bunun nurg'un siyoset. Lekin buni siyoset nurg'un turaqsizlik bor. Amerikada mushu chiqqan yoqi oldingi 10 necha kunda bu tarif, bojning nimasini o'ttirib qo'ygan yoqi Amerika pay bozorida 7 trillion ziyon bor. Trillion. O ziyon kimga bo'ldi? Shu dollarcha paychiq bozorgami yoki davlatga bo'ldi? Amerika davlatga, Amerika bazı şəxsiylərə məsələn mənim pay çekimini qarasam mən şundacıq pay çekim buzurda 60-70 min dollar yox idi. Pay çəklərdən də hər qanda pay çək adamlarda bo'ldi. Bunu Xitoy qo'llangan siyosati yaxshi Xitoylik biz oldin 36 yilini so'zlagan so'zladik Fudi Choshin qozonning qaynishini to'xtaman desam uchoqni olib o'tanda tortib bu Xitoyga bu siyosatni qo'llandi. Bu Xitoyningki maqsadini birdan bir tushungan prezident. Bu endi paychiki bozorda ziyon bo'ldi dedingiz. Paydogali yo'qmi hozir? Mushuna tushib ketgan vaqt paydogali qoldi kim oldi? Qayla bakiyakini Donald Trump ikki odamni ko'rsatdi. Bular o'sha Donald Trump bilan masalan Donald Trump bugun tarif, bojni bugun hammaga o'stadi deslar, stok degan guldurlab chiqib ketadi. Atli pay chiqdilar, ya ma bugun stokni yana bir oy kechiktirmas deslar, stok gurlab o'rlab chiqib ketadi. Mushundaq bu ketib qolganda hech kim buni degan nima deydiganligini uqmaydi. Mablag' soldiganlar salonmaydi. Bu Amerikada. Lekin Xitoy tutgan siyosatida buning nurg'un siyosatning men masalan qo'llaydigan yerlar bor. Masalan Panama kanalini qaytarib olman deydi. Uni qiysi bo'ldi. Chunki Panama kanalining ichida qarasanglar Xitoylashib ketdi. Panama kanalining tepida ochgan 3 nima ko'rik Xitoyning kontrolida. Xitoy ko'rik turib ostida o'tgan butun paraxodni ko'ra oladi. O Greenlandni ilovasi oldu. Greenlandning muzning erishi bilan Xitoy u yerga yiqilishyotdi. Va Xitoyning butun iqtisodining manbasini har davlat Vyetnam hammayatkini bu qisyotdi. Xitoyning Amerikaga bo'lgan har yillik so'dasi 500 milliard dollar. Buni ilvatsa Xitoyning xalqaroliq so'dasi asos tugaydi. Xitoy iqtisodiy bir ajalliklarga uchraydi. Endi bu Donald Trump'ning bu siyosatlari to'g'ri so'zsam, hozir 2 soat so'zlab ketmay, bugungi tema emas. Men faqat davatma hozir bu to'g'riliqmi? Mush WhatsApp grup, Facebook grupida Uyg'urlar bilsin, nereden ketib og'zib butun so'zlab qaynab ketdi. Bu buningdagi ikkinchi bu yaqinda bu to'rlarni qaynab ketgan Germaniyadami Dilshad
Şibisiyadma nimeniki şu qonun tarafdan jasos deb qo'lga ilinigini, ayblanib qo'lga ilinigini u masala endi bir cho'ng masala bo'lib ketdi. Bu dunyo Uyg'ur qo'rqining ichida, bu yaqinda dunyo Uyg'ur qo'rqining ichida jiq ishlar bo'lib ketdi. Şapaqçımı şu yerden bo'lib ketdi, jinsiy parakkanchimi shu yerdan bo'lib ketdi, bosqinchilikmi shu yerdan chiqdi, shpionmi shu yerdan chiqdi. Bular sap shu dunyo o'qurtininki margizi odamlarning ichidan chiqib ketib bordi. Bu dunyo o'qurtiga nihoyatda cho'ng obraziga ta'sir yetkazdi. Buni dunyo Uyg'ur qo'rqiti darrov islohot yurgizib, buni bir taraf qilsa deymiz. Bu to'g'riliqmi intayin jiqkan. Hozir Uyg'urlar ashunda puchurlarga diqqat qiladi. Undan keyin yaqinda Amerikada bir ayol nimaga Metengi vardı dedi. Yani o ayol bütün işlerde aktif ayol. O Uyghur Amerika Birleşmesi'nin heyeti mi emas, meslekçisi mi emas. Lekin faaliyetlerge, namayişler şunda çıkırken ben tanımayım ki. Ben sürüştüm şunda çıkırken Uygurlar mesleğinde nedir çırak kılsın, toy tökün kılsın, siyasi faaliyet kılsın şunda aktif kıldıkken. O doğruluk şu o ming xil nimlar chiqib endi ketib olgan odam shundoq bizning Los Angelesda daryoda kelyapti dem odamlar. Hozir bu shular ketib bordi. Donald Trump'ningmi masalan hozir qo'llanayotgan siyosati Amerika ichiga ta'sirini ko'rsatdi. Ziyon foydani ko'ryapmiz. Lekin xalqaro bo'lgan foydasiga, ziyniga uning ta'siri yetishga yana bir necha oy vaqt ketadi. Xudoyim bo'lsa ekranda biz Donald Trump'ning siyosatning xalqaroga yetkazgan siyosatlarining foyda ziyinini, Xitoyning buning tutgan taqobullari to'g'riliq, taxtikalar to'g'riliq hammasini iqtisodiy bo'lgan ta'sirini xudoyim bo'lsa ayrim yana ko'rishib ekranda xudoyim bo'lsa so'zlaymiz. Uningga hozir oldi to'rlarda nurg'un o'sha haq qilsa kelganini so'zlayotdi. Bu uchurlar hozir bahaligini bo'lmaydi bu uchurlarga. Ko'z qarashlar har xil rivoyatlar bor. Amerikadagi eng ongliq shu iqtisodshunos, siyosatshunoslarnikini shu kunda degidek necha soat vaqt chiqarib anglab kelyaptiman. Yani bo'ldi. Bular lekin oldingi bir necha yil Xitoyning iqtisodi intayin nacharlashdi. Bu nacharlashlarga hozirgi Amerikaning siyosatining munosabati yo'q. Bu nacharlashlar nereden keldinglar desanglar, Biden hukumatiningki Xitoyga tutgan ilim fan texnika jazosidan keldi. Xitoyning bütün cho'ng narsalarni harakatlantirolmaydigan, sifatini nacharlashtirib o'tgan, shu orqali kelib yetib keldi. Men angashqa shu nurg'unlar maktab, Amerika hukumati Xitoyga ilim fan tarafdan jazo berdi degan gapni hammamiz deymiz, lekin nimadan jazo berdi? Bozordan men mashina olaman deysiz. U mashina degan bir umumiy atalg'u. Siz bozorga berib BMW olamsiz, Mercedes olamsiz. Shuni olganda u konkret alaydiga aylandi. Yani umumiy malak alaydida. Bu shuni har bir texnika bu jazolaganda jazoldoq demaydi. Nimani jazolaydigan texnikalarni ko'rsatdi. Men shu oldingi 2 leksiyada 22 ma rasm 1ga akiling, rasm 1ga. Rasm 1ga 21ni so'zladim. Meni buni so'zlashimning maqsadi bu jazolgan texnika bilan billa ishim chiqmadi ekranda. Texnika bilan billa mushu ilm fan sohasiga bir umumyuzlik dars o'qasin deyapman hammalarga. Ma'nosini anglasanglar birini uygunisizlar. Bu ilm fan mushu men deyotgan mushu narsani hammani anglab bir quri tushunchida bo'lsanglar, hozir zaman texnikasi, ilm fan texnikasi degan nima deganga tushunchi bo'lsinlar. Bir ya so'zsanglar konkret bir nima chiqadi. Madam men shunga mushuni har bir so'zlaganda mushunlar emas, mushunga munosabatli fizika bo'lsin, matematika bo'lsin, meditsina bo'lsin, biologiya har soatga ashuna munosabatli ilm fanni ommabop tilda tushuntirishga tirishib ketibman. Ben oldingi 22'de mana ekranda ko'rsanglar, ma'uni so'zladim. Birinchi litografik, ikkinchi istanok, uchinchi chip, to'rtinchi kompyuter va yonfun mahsulot sistemasi, beshinchi lazer radar, hamda o'rtaq tilda optika radar deb ataydi. Yuqori elektr qarishliq va sig'mi, 7-sanoat yumshoq detali,
8 sonliq ma'lumot ombirini boshqarish sistemasi, 9 sanoat mashina odam, bumi AI kirdi. 10 ava atisiya motori, 11 aviatisiya po'lat materiali, 12 tegish sezim senzor, hamma tegishli bo'lyapti-ku, to'g'rimi? 13 vakuum xordan yalitish mashinasi, 14 yanfun radio chastotasi detali, 15 ig'ir tipdagi gaz turbinasi, 16 yuqori besimliq piston, 17 optiklik skannerlash elektronlik mikroskop, 18 ITO materiali, 19 yuqori darajalik shilish va qirish pichig'i, 20 yuqori texniklik o'q qozon po'lat, 21 mikrosfera, mikrosharm deb qo'ydi, kichik shar. Shuni mana mushular hozirgi zamondagi eng ilg'or ilm fan texnikalar. AI'lar mushlarning ichida, mushlarning hammasi hozir AI'lashyapti. AI sun'iy aql mushlar eng zamonaviy ilm fan. Mushlarni ashlarni anglab oldingi ish ketim. Bir qur qilsanglar, hozirgi dunyoda ilm fan degan nimalarni deymiz, bu texnika degan nima, bularga bir qur hech bo'lmaganda dastlabki darajadagi tushunchalar paydo bo'ladi. Bu dunyoda nim bo'layotganligini tushunasizlar. Ya, hozirgi quruq shuarlar, guldur galab undan narsalarda bir bunda tutsanglar, hech bunda nima yo'q. Mazmun yo'q. Qaylar shunda so'zlab ketib bordi, mazmun yo'q. Bayliq mohiyat narsa yo'q. Nurg'ulasab holat xarakterlik narsalar. Bugun shuning davomini Amerika cheklagan texnikalarning, bu texnikalar intayin ilg'or, zil texnikalar. Mushu texnikalarning davomini biz so'zlab o'tib ketamiz. Bugun 20 rasm 2 ga kelib qo'ying. Bugun 22 so'zlar. 22 suv osti ulug'uch. Ani ulug'uch degandikilar bir narsani ulaydigan narsa, to'g'rimi? Ulug'uch degan. Ekranga hech nima chiqmaydi, jumim. Ekranda bor, siz nimaga sizga ko'rinmayotgan o'xshaydi? Ekran bo'lsa bo'ldi, xalqlar ko'rsin, men ko'rmadim. Ko'ryapti. Ko'rayotgan bo'lsa bo'ldi. 22 suv osti ulug'uch. To'liq ismi men davatman Amerikaning cheklagan texnikalari, bu texnikalarniki men qayta deb qo'yay. Dunyodagi hozir zaman eng ilg'or ilm fan degan mushular bir davlatning ilgari surishi va keyini qaytishni belgilaydigan texnikalar. 21da bugun 22 so'zlayapman. Mana ko'rindi. Suv osti ulug'uch. To'liq ismi suv osti pechatligich ulug'uch. Pechat bo'lganki narsa hech nima kirmaydi, chiqmaydi pechat degan. Bu bo'lsa suv osti muhitida tok manbasini ulaydigan va tok besim signalni yetkazadigan ulug'uch. Biz suvni ostiga necha ming metr ketirmiz, shu yerga suvlarni tokli manbalarini ulaydigan va shu yerga tok manbasi signalni yetkazadigan ulug'uch. Bu xil ulug'uch suv osti mashinasi, suv osti tekshirgich, paraxod va dengiz supasidagi suv osti elektronlik uskunalarda keng qo'llandi. U butkul dengiz okean qurilish aslihalaridagi, qurilish sistemasidagi va to'rlardagi ochqichliq tugun. U elektronlik uskunalarning xizmat hayotini, iqtidorini va ishonchlikini bevosita belgilaydi. Mana rasmni ko'rdim. Birinchisi suv osti mashina. Bu mashinalar suv ostiga 10 ming metr, 11 ming metrgacha tushib ketalaydi. Shu ostidagi narsalarni mushu u yerga tushganda u mashinalarda ikkinchisi suv osti tekshirgich. Buni ma'lum bir yerda to'xtatib, suvning ostiga qancha ming metrlab uni tashlab shu yerdagi ahvolni tekshirdi. Nuqtaliq yerlarni.
mao eng o'ng tarafdagi mening ekranimda suv osti elektronlik o'skunalar. Dunyoda quruqlik oz, 70 necha % yer suv. Bu dünya suvning ostida. Shu suvning ostidagi narsalarni, suvning ostidagi narsalarni tekshirishga mushundaq materiallar ketadi. Bu materiallar intan yuqori texnikalik narsalarni talab qiladi. Mana suvlarni qiladigan narsa. Bu hukmni bu hukmni bir az yaxshi tushunish uchun bir necha atalg'u bilan tanishaylik. Ma atalg'ularni deyishning sababi mush orqali men sizlarga bir umumyuzlik ilm fan tushunchalarni berib ketmay, tushasanglar xeyli yaxshi bilimlarga erishsizlar. Biz odatda 3 xil usul bilan uchur tarqitamiz. To'g'rimi? Uchur. Birinchisi yer yuzi aloqa simi. Yilaq ko'ch-ko'chalar uzaydigan simlar bor-ku. Sim orqali biz quruqlik telefonda sizning esingizda bormi yo'qmi? Bu uyda bunda telefon bo'ldigan. Yanfon yo'q vaqtida. O telefonning quruqlik telefonda so'zlashganda bir kabelni bizning ovozimizni tomdagi rezutkaga yetkazdi. Bunda ulatdik tomdagi bir yer. Bunda bir ulatdik. Ko'z oldingizga akalalamsiz? Siz bog'i deyman u. Ba. Yana bir kabel ovozimizni yerlik telefon kommutatorga ulaydi. Telefon bunda birinin batdi. Qo'limiz mandala kinolarni ko'rsizlar, uningga ulaydi, ani tam qiladi. Bu bir xil. Buni muqim telefonmi deb qo'ydi har nimalarda inglizcha, uyg'urcha o'rgsam. Bu bir xil telefon. Bu sim orqali mangdigan butun dunyoda. Ikkinchisi yanfon boshqa usulda, hammamiz yanfon ishlatamiz. Yanfon boshqa usulda xizmat qiladi. Ular ko'rgini bo'lmaydigan simsiz radio to'lqini orqali uchur yo'llaydi va qabul qiladi. Bu xil usulda hech qanday kabel ishlatmaganligi uchun simsiz texnika deb ataydi. Yanfonni deyapmiz. Yanfonni. Buni simsiz texnika. Buning chunki bu sim bilan munosabatli to'lqin orqali mangdi. Vaqtida sizlar bir so'zlaganda men mush to'lqin orqali bu yoqdan u yoqqa qanday boradi, hammasini tushuntirib o'tgandim, keyin tushuntiramiz. Uchinchisi optika. Bu bugun so'zlamoqchi bo'lgan 22-tema. Hozir buningdan nima optika, nima radio chastotasidan optika qarab mangdiqda, u nur dastasi bilan kodlangan, numurlangan. Masalan, sizlarga har bir tilga qilsizga kodlangan musulda Xitoycha bo'lsin, inglizcha bo'lsin, darrov uyg'urcha o'raysiz. U nur dastasi bilan kodlangan uchurlarni aynak yoki so'lya turba orqali tarqitadi. U nurning ishtiqligini tarqitadi. Ma ekrandan chiqib haq ko'rayotgan bo'lsa bo'ldi, men ko'rmadim, men misha turibdi, mana taz yaxshi chiqdi. Suv osti uchurlarni tarqitish va qabul qilish uchun suv osti ulg'ich ishlatamiz. Ulg'ich degan bunda ulayman rasm qaranglar. Men ikki narsa chuqur ulaydigan ashi bo'ldi. Qaylar ulg'ich desnay oddiy deb qolsa, bu ulg'ich degan intayin hamma narsa ulg'ich orqali mangdi, intayin taraqqiy qilgan ilm fan texnikasi. Xitoydan cheklagan bu xil bu ilg'or ulg'ishni tushunish uchun avval ulg'ish degan hukm bilan bir oz tanishaylik. Ma'vo ham degan ilm fan sohasiga tanishib ketdi. Ulg'ish degan mesela meyadim bog'i mening natchisi. Ikki narsani men rasmda ko'rdinglar, ikki manbalik detalni tutash turadigan zapchasini ko'rsatadi. Buning orqali tok yoki signalni yetkazadi. To'g'rimi? Hozir bizning kompyuterimizmi hamma jihatda mushta birimlarni kompyuter ulaydi. Mayaqdaylik ekranga ulaymiz, laptopni ulaymiz, hammasi ulg'ich orqali mangdi. Buning odatda ikki turi bo'ladi. Elektronlik ulg'ich yoki optik talaliq ulg'ich. Men to'xtab turaman. Maykamni silib o'tay, men sal isib ketdim. Men bugun 480 ga chiqib ketdi. Ranjimaysizlar.
Yaş cho'ng bo'lib qolganda har qanday ishlar bo'lib qoldik. Mana ulug'ishda birinchi pat-pat ekran yo'qolib ketdi. Birinchi elektronlik ulug'ich. Ha bak ekranni ko'rsam, men ko'mdim, haq ko'ryapmanda. Okey, ekran masal bo'lmasa, chunki men so'zlayvermayman, kallamda bor bu. Elektronlik ulug'ich bu ikki o'tkazgich jismni o'tkazgich deganda tok mangdigan narsa, tok mangdigan narsani o'tkazgich deymiz, jimolar. İkki o'tkazgich jismni tutashtirib, tok yoki signalni bir o'tkazgichdan yana bir o'tkazgichga o'tkazgich uskuniga eqib berishga kapolat qildi. Mana men rasmni ko'rdinglar. A narsani boyaqda birsini, masalan, telefonni hatto men telefonne charge qilgandimi bir chetga ana qilmas, birsini batareyaga sanjiymiz. Shu vaqtida bu to'lidi. To'g'rimi? Ashuning o'xshash narsalarda u har xil elektr sim yo'lida keng ishiltidi. Tok yoki signalni tutashtirdi yoki uzib etdi. Qilib izlitimiz chaplaymiz. Mana rasmni ko'rsanglar, mana rasmning mausi eng sol tarafdagisi mana to'lsa batareyani mush orqali ulaymiz-ku. Ma o'ttirdikisimi mana shunda ulug'uvchilar har xil rasmni ko'rib qo'ydim. Maniyalar cho'ng idoralarda masalan mulozimatlarga, hamma narsalarga, telefonlarga mana bir chetini ulab qo'ydi, cho'ng yumshoq detallarga yana bir tarafdan ani yana bir taraf ulaydi, shuning bilan ikki taraf menda tutishidi. Buni elektronlik ulug'ush deb ataymiz mandaqlarni. Ikkinchi optika tala. Optik tala yipak chashqa o'xshaydigan aynak yoki so'lyav dastasi. Rasm 4 ga kelib qo'ying. Rasm 4 ga. Ekranga mana deb qo'ying. Mana kabelni ko'rdinglar, mana mushtaq buning ichida bu yumshoqsi bu so'lyav ya manda narsa bo'lganki, buningda nur orqali mangdi. Ishtilikda. Kabel orqali yiroqqa tok yetkazganda optik tala yiroq orliqqa nur orqali yetkazadi. Nurning ishtiligini 1 sekundda yer sharini 7,5 qatim tekror bo'ldi. Optik tala bo'lsa telegraf, sonliq ma'lumot aloqasi, lazer nuri yo'llash, senzor deganda sezgur va davolashning yangi qo'llanish texnikalari qatorliq sohalarda keng ishlatiladi. Rasm 5 ga kelib qo'ying. 5 chiqqanda 5 deb qo'ying bana. 5 keldimi? 5 bo'lgansa mana 5ni ko'rsam. Mana birinchi telegraf. Telegraflar burunlar sim munda qiladi, hozir hammasi so'lyav nur bilan bo'lgan ketdi. Ma o'ttirdagi sonliq ma'lumot aloqasi. Sizlar sonliq ma'lumot deymizda, sonliq ma'lumotning 11ni ko'rsanglar, amaliyotda bunda ekran bilan rasmni ko'rsanglar, mushundaq nur bilan bo'lgan, mushunda tor orqali ulaydi sonliq ma'lumotlar. Bunda trillion, necha 100 trillion ma'lumotlarni mushning orqali ulab, bu yoqdan u yoqqa boradi. Yani bir o'ng tarafga eng tarafi lazer nuri. Nur orqali buni ko'ramiz har yerlarda. Kinoxonlarda ko'ramiz, doktorxonalarda ko'rsizlar, davolashlarda ishiltadi. Mening tishim yiltiz quriyab ketgan, burunlarda undan keyin nimaga ishiltadi tishkimi bu nurni. Burun mening tishim Amerika eng kelganda qurtib ketganda cho'nqur mashina urib 1 soatdek ashunda qilib qurtni yiltizdagi qurtni oladi. Hozir yaqinda borsam, nur borsam 2 minutda g'irliqlikka chiqib men tutibli dedik. Optika tala hozirgi zamon turmushda g'oyat zo'r ta'siri bor. Amaliyotda ikkimiz hozir ekranda ko'rayotgan so'zlar, ikkimiz so'zlayapmiz, ko'rishyapmiz, ma'lani ko'ryapmiz. Tor mulozimatchisidan bizning ekranimizga yetkazilgan bu jarayonning ma'lum bir abzosi optik tala orqali yetadi. Ikkimiz so'zlayapmiz, to'g'rimi? Mandali bo'lmaydi. Men so'zlayman, mening so'zim
Mülazimet, sonliq ma'lumot ombiriga boradi. Sizning ombiriga boradi. U yerdan olmishib, mandaq kelib ikkimiz ekranda ko'ramiz. Uddulamasning ekranida mening ekranım kelmaydi. Mushu jarayonda optik tala orqali yetkazildi. Optik tala tashqi kasalliklar operatsiya sistemasidagi va yuqori quvvatli sanoat lazer nuri sistemasidagi lazer nurini yetkazishni o'z ichiga olgan boshqa nurg'un jihatlarda qo'llandi. Doktorlar masalan doktorxonalarda ilaqada nurg'un raklarni davolaydi. Nur ta'miratga nurg'un narsalarni mushun bilan ta'minlaydi. Optik tala yana imorat, ko'rik va elektr stansiyasining yo'l boshlash sistemasi va senzor sistemasiga qatorliqlarning detallarida ishlatildi. Hozir hamma ekran qo'lda bu ashlarda hammasida optik tala ishlatildi. Optik tala ulg'ich, optik talani so'zlab bo'ldik. Endi biz optik tala ulg'ich qilaylik. Bizning maqsadimiz ulg'ich. Ikki tala optiklik kabelni, ikki kabelni yuqorida ko'rsatgan ikki kabelni tutashtiradigan uskuna bo'lib, sonliq ma'lumotlarni ularning orasida yetkazishga yo'l qo'ydi. Rasm 6ga kelib qo'ying. Rasm 6. Rasm 6 chiqdi. Hemen so'zlab berdim. Mana ulug'ush mushunchalik oddiy qaramoqqa. Bunda bir narsa. Mushina ishlamak shunda tas. Mushina ishlayolmaydi dunyodagi. Buni hozir kinde mana men masalan ishlayman, eng to'pidagi men 3 tal ulug'uch, 2 manbani mush orqali ulaydi, 2 tala, 2 nur bilan kelganda mush orqali ulganda endi mangdi. Men o'ttirishga ashlarni mundaq ulg'uch simini kabelni kengaytirilgan mazgilsi, men so'ng tarafga qor o'ttirdi, oppoq oq ketib bordi. Shu mana nur orqali ketib qolgan uchurning ko'rinishi. Va o'ng tarafdagi qorni ostida fiber optik deydi. Oshning otida bizning so'zlayotgan uchurlar nur orqali qandaman bo'lsa, oshninki bular tatgan rasmi. Bu nurning ishtigligi demaganda, buning ishtigligi 1 sekundda yarışvarni yerim. Sizning bilan mening oralig'imda degichi berib bo'ldi. Bu uchurning ishtigligida mana ma bo'lsa sonliq ma'lumot organlari çoğ idoralar mana ularning organlarini mushunda o'zining sonliq ma'lumotlarga ulaydi. Ularga endi nurliq optik talani ulaydi. Bu optik tala bir ulab masalan o'ng tarafdagi ko'k, so'ng tarafdagi seriq ikkisi mushu tala orqali bir-birisi bilan ulashadi. Bularning orlig'i angashqa hozir dunyoda ishtik bo'lgan hammasi nur bilan bo'lgandan keyin bu dunyo hozir yer sharninki machitidan ochitiga masalan mayadan meningki 100 kilometr keladigan yer bilan mayadan sizning orlig'ingizda hozir farqi qolmadi. Nur deganga o'xshash narsa bu. Optik tala uchur almashtirish hozirgi raqamlik dunyoda borgan sari muhim rol o'ynayotdi. O an'anaviy mis asosiy xabarlashish sistemasi. Ismlarda ham burunqi simlar mis bo'lgan, chunki misda tok yaxshi turaqliq mangdi. An'anaviy mis asosiy xabarlashish sistemasidan texmo tez, texmo ishonchli bo'lgan sonliq ma'lumot yo'llash usuli bo'ladi. Optik tala ulash uskunasi telegraf sonliq ma'lumot markazi va sanoat muhitini o'z ichiga olgan har xil amaliy qo'llanishlarda keng qo'llanadi. Optik tala hammasi. Yuqorida yuqorida biz elektronlik ulg'ich va optik tala ulg'ich bilan bir oz tanishdik. Endi Amerikaning Xitoyga cheklagan suv osti ulg'ichga qaytib kelaylik. Endi bizning so'zlayotgan suv osti ulg'ich, yuqoridagilar ulg'ichlarga bu dunyodagi hozir ulg'ichlarga bir qur tushuncha berib o'tib ketdim. Endi Amerikaning suv ostiga chayilgan ulg'ichni so'zlaylik. Rasm 7-ga kelib qo'yib. Suv osti ulg'ich inglizchada underwater connector deydi. Bu bir xil suv osti muhit uchun loyihalangan elektr va optik tala ulash uskuna sistemasi. Bayqiladi biz quruqliqdan suvni ostiga chiqib ketdik. Suvni ostida kabeldan suvni ostida kabel yer sharining tubidan chiq.
Suyun altı kabel. Ulaş üskünü sistemisi. Bu ulaş üskünleri çiritiş karakterlik deniz suyu, su asli bismi, su asli tevriniş ve her xil su asli zerbelerge berdaşlık beralıydı. To'g'rimi, suv ostida har qanday narsa chiriydi. Bu yuzlab chirimay turalaydi. Uning suvning ostida odam va suvning ostiga 50, 40, 60 metr cho'nqur tushsangiz o'zingiz mechiplaydi sizlar. Bunday bir qatlamanda qilib qo'ydi suv. Shu bu necha ming ostidagi suv osti besimga, suv osti tavrinish, suvning osti deganda suv urib turdi, tavrab turdi u narsa. Tavrinish va har xil suv osti zarbalarga bardoshlik beradi. Suv osti zarbalar hayvonlardan keldi, toshlardan keldi, har xil quyosh suv ostidagi o'rkash qaynamlar har xil yerda har xil zarbalar bo'ldi. Shularga bardoshlik beradi. Suv osti ulash uskunasi odatda suvga chidamliq, temperaturga chidamliq. Isib ketsin, sovuq bo'lsa hammasiga chidaydi. Chirikishga chidamliq, chirikmaydi. Asosiga chiriklab ketdi deymiz, chirikmaydi. Va surkilishga chidamliq qatorliq alaydilikka ega. Surkilish degan uningdan yili tosh urayotgan, hayvon urayotgan, o'sha butun surkilishlarga yer davrayotgan, suvning ostida yer davrashlar ko'p bo'ldi. Hammasiga chidamliq alaydiligiga ega bo'lib, suv osti muhitidagi ishonchiga va bexatarlikka kapolat qildi. Mana rasm qarasa, ulg'ish degan bunday qarasang oddiy mushtaq narsalar. Mushlar ikki kabelni mushlar ulaydi. Mushi bo'lmasa, u kabel degan shunda chirib ketsa, sunib ketsa, uzilib ketsa bo'lmaydi. Bu shunda chidamliq narsa. Buni ishlamak intayin qiyin, bu narsani. Intayin buni suv ostida ulg'aydi. Suv osti ulash uskunasi bo'lsa, odatda suv osti bo'limchisi. Rasm 8ga kelib qo'ying. 8 bormi? Suv osti bo'limchisi, dengiz osti kabel, dengiz osti turbisi va dengiz osti mashina odam qatorliqlarda kabel bilan kabel detalni o'ttirishdiki suv osti ulg'ishga ishlatildi. Ular nurg'un kabel va ashlarni mush narsalar ishlatildi. Mana rasm qaranglar, birinchi suv osti bo'linchi. Buni bilinchi deydigan unga ichiga kirib olsiz odam suvning besimi sizga tushmaydi. Oshning bilan necha ming metrga cho'nqurlik tushaolaysizlar. Tushsanglar suv bilan mijib etmaydi. Va bilinchi. Mushning ichida ulaydigan narsalar. Ma'usi suv osti kabel. Dunyodagi butun uchurlar, nurg'un narsalar suv osti kabel bilan ketib bor, to'g'rimi? Hozir borgan sari nimaga sun'iy amroga yo'q yulduz sistemlar ketib bordi havoga. Mana ikkinchi dengiz osti kabel, uchinchi dengiz osti turbina, nurg'un neftlar, nurg'un narsalar shu suv ostida ulaydi. Shu ulaydiganga mushlarni ishlatadi. Eng o'ngdagi dengiz osti mashina odam. Mana mush mashina odamning nurg'un nimalari ashning orqali ulaydi. Ham bu mashina odam ma'lum dengiz ostidagi kabellarni ko'rganda ashi ulanch orqali ulaydi, remont qiladi. Bu suv osti ulg'ich harbiy dengiz okean, dengiz okeandagi neft va tabiiy gaz yiroqdan kontrol qilib suvga cho'kish va dengiz okeanni tekshirish qatorliqlarda muhim rol o'ynaydi. Dunyoda noiti oz sondagi davlatlar buni ishlayalaydi. Amerika ishlaydi, Yapon ishlaydi, Germaniya ishlaydi, 3-4 davlat ishlaydi, ishlayolmaydi. Xitoy buni ishlaydiganga yaqin keladigan yer emas. Xitoyni buni cheklab. Hozir Xitoy har yerdan qorong'i bozor oldi. Agar bu bir nimasi kichkina buzilsa, burungi narsalarni yasamaydi, vayron bo'ladi. Buni Xitoy cheklab, bu Xitoyning iqtisodiga intayin cho'ng zarba beryapti. Rasm 9ga akilinglar mana. Rasm 9 buning umumiy bir keng ekrani. 9 keldim xima, kelgan keldik deb qo'ying. Men ko'rmadim ekranni ish. Mana ekran ko'rsanglar eng yuqoridagi so'ng tarafda yo'g'on duylak ichida bunda bir ichiqliq turdi. Bu suv ostidan narsalarni deytalarni ko'rsanglarmi, masalan ashna yerda bunda uzun bir munar turdi. Bu neftlarni hamma yerlarda dengiz okeanlarni neft qiladi-ku. Shularni qilganda mana mushlarni mushu suv osti orqali tekshiraydi.
Ularni ashada mishaga mush orqali ulaydi. Bu ulug'ish bo'lmasa hech ayat uchur mayaga uchur kelmaydi. Mana mao eng tepedagi eng uni bunisi eng so'ng tarafdagini qarasanglar, eng o'ng tarafdagini. Bu pipeline correction mana corrosion deydi. Bu ilaqa suning ostidagi turbular. Turbularning ichidagi rasmlarni ilishda mush ulug'ish ishiltidi. Mao o'ttiraga kelsanglar bunda yerimi ko'k, yerimi oq, ma tug'ini so'ng tarafdagi. Bu nayt vahshiy nima muhitlarda su qizib ketadigan, to'nglab ketadigan mayoqqa sal mayoq akilini, ya oyoqqa, mana masi. Ma akildigan extreme environment deydi. Iliq suning ostida o'tda portlaydigan, yer davriga har qanday shunday muhitlarda chidaydigan ulug'ich. Mush urg'u olmasa, yerdiki bilan yer sharning tepida siz kuzatgan narsangiz uzilib ketadi, hech kimni ko'rolmaysiz. Ma o'ttirdikisi munda qizil, mana masi, mana qarsanglar rock deydi, night qo'pol tiz yerlarda ishiltidi bu ulug'ich. Buning orqali sirtdagi dengizga qilib qo'ygan narsani ulaydi. Mava uning machitida bir turdi, mana ko'rdinglarmi? Ash qizilning machitida bir turgan, manda bir dugilak ichida manda turba. Bu iliqi maylarni yerning tigida, mana yayning tigiliq cho'nqur mayli uysiling, masalan Dubaydagi imoratlargacha 140 metr cho'nqur soladi-da, shu vaqtlarda ulganda mushning orqali ulaydi. Nefit su ostidagi barliq neft bo'lgandimi, ashning narsini shunday vaqtlarda ashla qo'laydigan mashina g'urr qo'lab kirib, shuningga ulaydigan narsa. Nimada? Endi Maoning eng chetidagiga akalsak, mushning qo'riki. Bu ekranda ko'rinib turdi, mana eng chetidagi. Bu high pressure, bu intayin yuqori besim. To'qning ost suvning besimi yomon qattiq bo'ldi jumonglar 10 minglar. Odamlar odat 60 metr mushta badan bilan tushsang, sizni mechiplar bir qatlamdan qilib qo'ydi suv. Suni bil. Bu necha ming metr ashta besim yoki bo'lmasa intayin temperature penetrate. Intayin qattiq yerlarga besib kirish jarayonida ishlatadigan ulug'ishlar mushlarda. Men eng ostidagi mayliq bir seriq qilgan qog'ozlarni saklab o'tib ketay. Eng ostidagi mayoqqa. Sal mayoqqa. Ma seriq, mana sop seriq turdi. Mana mushuningdan bilsizlar, mush har xil suv ostidagi asha seriqning masalanga o'ng tarafidagi subsea power, suv ostidagi qush, to'qlarni ulaydigan narsa. Bu suvning ostida to'qlarni, qushlarni yetkizadigan narsa. Mana mushu butun narsaga suv osti ulg'ish bo'ldi. Agar bu ulg'ish bo'lsa, mushu dengizga munosabatli bu narsalarning hech qasini qig'in bo'lmaydi. Birdamda chirib ketadi, sunib ketadi, uzilib ketadi, boshqa hayvonlar yeb ketadi yo kuyib ketadi. Mushu ulg'ish bo'lsa, bu bo'lmaydi. Buni bir necha davlat ishlaydi, Amerika ishlayolmaydi. Amerika ishlayolmaydi. Rasm 10'ga akila alamsiz. Rasm 10'da bir Xitoy, bu to'g'rida Xitoylarning yozgan bir maqoli bor. Mana mashina qudurtna, mana buni mana Xitoy Tianjin universiteti material ilmiy va qurilish instituti bu to'g'riliq shundoq yozdi. Ularning doklati navbatda Shimoliy Amerika, G'arbiy Yevropa va Yaponiya qatorliq 10 necha davlat dengiz osti kuzatish to'riga ega. Afsus linarliq mayli davlat dengiz osti uzun muddatlik ilmiy kuzatish to'ri bo'lsin yoki qisqa muddatlik tajriba kuzatish to'ri bo'lsin, navbatda davlatimizning suv osti ulug'ich bozori asosan chet el tarafidan monopol qilindi. Suv osti ulg'ishda masala ko'rilsa, neft korxonalari g'oyat zo'r iqtisodiy ziyonga uchraydi. Neft tugaydi, qilayotgan butun neft osti. Chunki bu ulg'ich man'iy qilingan buyum bo'lib qolsa, butkul dengiz osti kuzatish to'rining qurilishi va yurishi uzilib qoladi. Dengiz osti bilan butunlay aloqamiz yo'qolib ketadi. Mana buni Xitoylarning o'zining yozgani, hozir davlatida buni ishlamayotganligini ixro qilib yozgan materiali. Yuqorida optik degan atalma, endi biroz boshqa umumiy bir uqumlar bilan tunishib o'tib ketib boramiz. Yuqorida optik degan atalg'uni
ko'p so'zlab ham ilm fan va texnikaga diqqat qiladigan odam bu atalg'ularni doim uchraydi. Yuqorida ko'p so'zladik. Şuna optika to'g'riliq bir az tushuncha berib o'tay. Bu oddiy bir ilm fan uqum to'g'risidagi dars bo'lib qolsin. Mushuning orqali optika biz kun nuri ishi optika, kun nur degan gapda men birdan turib tushundirman. Mushu to'g'riliq bir tushuncha bo'lib qolsin. Men bir minut vaqt beringlar, bir minut. Ünim ochiq chiqayotgandi. Mesela yuqorida optik degan atalg'uni ko'p so'zlab o'tdik. Hem ilm fan va texnikaga diqqat qiladigan bu atalg'uni doim anglaymiz. Hamma optikada dunyoda hammasini optik o'qitib borda, buni doim anglaysizlar. Shunga optik to'g'riliq bir az tushuncha berib o'tay. Bu oddiy bir ilm fan uqum to'g'risidagi dars bo'lib qolsin. Mushuni masalan bundaq optikni oliy maktablar kelib, universitetlar o'qimaganlar uchun bu bir sizlarga dastlab tushuncha bo'lib qolsin. Buni anglasanglar, bolalaring bilan bundaq so'zlasanglarmi, kichkina bunda bir so'zlay olasizlar, bir bilan tushuntira olasizlar bolaga. Buni tushunish odatda biz fizika degan atalg'uni hammamiz anglaymiz-da. Oliy maktabda fizika degan rasmiy bir cho'ng kasb, amaliyot oliy maktabdagi eng cho'ng kasbga desak bo'ldi. Fizika degan nima? Fizika degan atalg'u qadimgi grek tilidan kelgan bo'lib, ma'nosi tabiatning bilimi. U moddiy va energiyaning mohiyatini va xarakterini. Bu dunyoda ikki narsa bor. Modda, biz ham sizmi modda, menmi modda, hamma. Yana biri energiya. Odam modda bilan energiyaning to'planmasi, to'g'rimi? Biz shunda o'lgandilar, badanimiz energiya ishlashni to'xtatadi, biz muzdakli uy temperaturasiga tushib qolamiz. To'g'rimi? Har qanday energiya to'xtagandan keyin u muzdakli narsaga aylandi. Ko'chadagi to'pa, masalan, yo'llarda, tosh yo'llar, quyosh nuri energiya kirgandan keyin u qizib ketadi. Daslanmay qolmiz. Kechada sovuq vaqtlarda uya muzdak o'qitib, energiya azaganda muzlaydi. U energiya degan moddiy va energiyaning mohiyati va xarakterini, moddaning harakat qonuniyatini, har qanday markat harakatlanib ishimiz harakatlanayotimiz, qonuniyatini va asosiy qurilmasini tadqiq qiladigan tabiiy fan. Bu dunyodagi hamma narsa harakat, energiya, modda. Muşan tədqiq qilgan ilm fan. Modda va energiya barliq ilmiy tadqiqotga chetildigan asosiy omil bo'lg'achqa fizika tabiiy fanlar ichidagi eng asosiy fanlarning biri. Bir davlatninki ilm fan sohasiningki yuqori qisqaligini, yuqori tuvanligini tekshiradigan bir o'lcham. Fizika idorining maktabning davlatning fizik saviyasi. Fizika tajriba, fizika bir narsaning yakunini qanday chiqardi desanglar, fizika tajriba orqali. Har qanday fizik nima fakultetga borsanglar, tajribaxonaga to'shib ketgan, hammasini tajriba qildi. Tajriba orqali va matematikani qurol qilib turib tabiiy fanni tadqiq qildi. Tabiat hodislarini tushundirdi va mo'ljallaydi. Olma nimishqa uzilib chiqib ketadi. Aeroplan nimishqa ucha oladi. Aeroplan qanday uchib chiqib ketdi. Mushu biz mangsak nimishqa ya tavraydi. Jo'zga birini qo'ysak, jo'z nimishqa tavraydi. Ashlar suvga tushsak nimishqa bunda ishimiz g'o'ldirg'or qildi. Mushlarning hammani tadqiq qildi. Endi uning qonuniyatini bir formulaga tushmaguncha siz uni ishlatolmaysiz. Uni matematik orqali shakllantirdi. Rasm 11 ga akab qo'ying. Rasm 11 ga.
Mana endi bu bir yuqori saviyalik sizlarga tushunib qo'ya fizika dunyosini fizikada mushundoq tushuntirdi. Mana o'ttiriga qarasanglar, nurlar, tabrashlar, har xil shakllar, mingayotgan do'ppa bularni hammani eng oxiri mushundoq matematika formulasiga aylantirdi. Bu matematik formulasini aylantirgandan keyin Uyg'urlardimi optikni tadqiq optik. Uyg'urlardimi optikni tadqiq qilgan Amerikada bir ikkisi bor. Erkin Sidiqning kasbi optik. Undagi Rayxon deydigan bir qizval bor shu nimada. Ota universiteti. O qizmi shu optik sohasida nihoyatda xizmat nima soha ko'rsatgan. Uylarda masalan hozir nima ashuni tadqiq qilyotidi. Masalan uylar televizor ko'rsak, sizlar ashundaqmi nima? O'g'izinglarga mundaq birim yo'q, mundaq birimni qilib qo'ydi. Ash orqali uyga signal kirdi. Ashta qilamsizlar, qilmamsizlar sizlar televizor ko'rsanglar. Burun bo'layotgan to'q hozir yo'q u. Yo'qmi? U qoldirib o'tdi. Bo'lgan ko'rsanglar qanday qilsizlar? Normal biz hozir nur kabel ishlatdi, xilos fayzildagi bular shu. Filmda bir antenadek birimni U qilmamda. narsa yo'q hozir. Unda narsa. Unda antena, unda qozon degan narsa ishlash yo'q. Bizda bor, hozir ishda qarasang yashadi bor. Qozon. Uyga hammasi o'rlashtirib qozon bor. O kabelni qildi, qozon bor. Turkiya, Saudiya Arabistonida ashuna olan ko'rdik ekan TV'ni. Ben matrabda yo'q u. Cheklangan. Yo'qmi? Endi o qizning qilayotgani nihoyat bir ilg'or. O qiz unda emas, biz mushtaqla bir plastikda bundan uyga chaplab, bir chaplab qo'ysa bo'ldiganda, agar uni tadqiq qilib yetibdi, agar u bo'lib qolsa, yana bir dunyoga inqilob xarakterli texnikaga aylanib ketadi. O qiz xeyli maqol chiqib, xeyli yetibdi, inqilob ashuni doktorlik oldi, nimeniki Ota universiteti aşı bo'lib qolsa, u bir yana bir inqilob xarakterlik, bo'sish xarakterlik nima bo'lib ketib qoldi. Optik degan fizikaning tarmoq sohasi bo'ladi. Fizika deganda nurg'un elektronlik soha bo'ladi, mexaniklik soha bo'ladi, nurg'un soha bo'ladi. Optik degan fizika tarmoq sohasi bo'lib, asosiy nurning hodisasi, xarakteri va qo'llanishini tadqiq qiladi. Nur desa kunni ko'z oldingizga akasanglar bo'ldi, kun nuri. Bu nur bilan moddalar o'ttirishga o'zaro ta'sir ko'rsatish. To'g'rimi? Nur tagida ko'zimiz darrov bo'ldiga bazoqchilik kunga qarasak ko'zimiz tutishib ketadi, bir yoq qiziydi va optika asbobi yasash qatorliqlarni o'z ichiga oldi. Optik degan. Onunki bu optik yasagan nur asboblar var. To'g'ri, nurlarni chiqirdi. Men deb berdim. Tishimni hozir o cho'nqur yiltizini burunimishda qilib qo'yib 2 soat, 2,5 soat tozlatdi. Hozir 2 minutda g'urul tozlab chiqirib yetadigan bo'libdi. Og'rimaydigan ishni bilmaysizki. Optik odatda bu yerda biz optik to'g'riliq, nur to'g'riliq bir ilmiy biroz umumyuzlik dars beryapman qisqa bo'lib qoldi. Optik odatda infraqizil nuri, ultra binafsha nuri va ko'rgini bo'lmaydigan fiziklik qilmishlarni tadqiq qiladi. Quyosh rasm 12 ga kelib qo'ying. Rasm 12 ga. Quyosh nuri ko'rinadigan va ko'rinmaydigan ikki turga bo'linadi. Mana tuandiki nurni deb qo'ya. Eng chetdikini, nurning eng chet qip-qizil turganini aytishida Uyg'urchaning infrared deb o'qamdik. Infraqizil nuri deydi buni. Uyg'urcha ashta deb oldiki, Quyoshning energiyasi, Quyoshning energiyasi bizning yer shariga energiyasining taxminan yarimidan ko'proqi yer shariga infraqizil nur shaklida kiradi. Infraqizil nuri harbiy ishlar, sanoat, ilm fan va meditsina doktor sohasida qo'llanadi. Infraqizil nurliq kechilik ko'rish saymonlari kechida sezdirmay odam yoki hayvonlarni ko'zlaydi. Mening bir dirbunim bor. Edvasanlar bor. Kechida qop-qorong'ida qolsanglar odam mingvatanda hammaning ko'gini bo'ladi. Infraqizil nurliq astronomiya senzor bor
teleskopidan foydalanib olam bo'shliqdagi yulduz chang to'zonlarini teshib o'tib sayyora qatorliq planet jismlari hamda dastlabki olamda qoldirib ketgan qizil yulduz jismlarini tekshiralaydi. Bu ifrona qizil nurcha har qanday chang to'zon to'sib hozirgi olamning paydo bo'lishiga 13 milliard 800 ming yil bo'ldi deydi. Shu vaqtdagi bundan so'ng olam paydo bo'lib, yangi allay vaqtidagi rasmni mushning orqali tatgan. Hozir iliq vaqtda men olam degan tushundiganda ashni ko'rsatdim-ku. Shuning orqali infranur orqali infra qizil nurliq apparati ayirish sistemasi. Iliq ayrı bir sistemasi var. Mesela bir narsaga içine sep qo'ysang, tishi bilan içini ko'gini bo'lmaydi. Tishidan ichiga ta'sir o'tmaydi, ichidan ta'sir o'tmaydi. Masalan, mening mushni ishlatsanglar oldu, men sizlarga deb beryapman. Mening bir ortiq telefonim bor. Men bir telefonni ishlatmayman, necha telefonni ishlatmayman. O telefonda men nurg'a xitoycha materiallarni ko'rish uchun TikTok kiraman. TikTokga kiraman. O telefonni odat ishlatib bo'lgandan keyin bir menda sanduq bor, sanduqni ichiga sepib qo'yman. O sanduqdan hech qanday ovoz chiqmaydi, hech kim chiqmaydi, uzib qo'ydi. Agar TikTokni ishlatsanglar bu uni nurg'un xitoycha materiallarni men ashada olaman, shun bo'ladi. Ayrish sistemasi ashuni ichidagi u birini ichiga qilib qo'ygan, uni issiqlik qanday ketib bordi, erib ketib boramdi, issiqlik yo'qotishni tekshiralaydi. Ashuni ichidagi issiqlik yo'qolib ketib boramdi, nima infranur tekshiralaydi. Teridagi qonning eqish o'zgarishini ko'zlaydi. Teridagi naydi, buni qon borda, bu qonning o'zgarishi qanday bo'lyotidi, mush infranur orqali tekshiralaydi. Shundaqla elektronlik asliyalarning ziyoda qizib ketishini bayqalaydi. Masalan, suv ostidagi elektronlik narsa olsun, osmondagi narsa olsun, ya aeroplanninki materiallari bo'lsin, motorlari bo'lsin, ularning qizib ketish ahvoli qanday, mush orqali tekshiraydi. Infra qizil nurning bulut tumanni teshib o'tish iqtidori ko'rgini bo'ladigan nurdan kuchli. Bu har qanday bulutni teshib o'tib ketadi. O boshquradigan bomba, odamimiz misol deydi, boshquradigan bombani bilmasqa, bu qit'adan o qit'aga otadi. Boshquradigan bombada yo'l boshlovchi qilib ishlatadi. Boshquradigan bombani otadi, ketadi, uning yo'l boshlovchi nima? Mush infranuri. Mush orqali uning har qanday bulut bo'lsin, tuman bo'lsin, chang to'zon bo'lsin, u iziqma yo'lni tepib bora oladi. Hamda issiqlik tasvir hosil qilg'uch va kechilik ko'z aynak qatorliq ilg'or asboblarda qo'llandi. Kechilik ko'z aynak qimmat emas hozir. O'zinglar bunda bir ko'rman desang, bir necha $100 olgan bo'ldi. Kechsa taqib olsanglar, qup qarang'i vaqtidami, bunda qarasang hech kim ko'rinmaganda odamlarning uchi ko'rinmaydi, lekin odamlar shakli ketib qolgan hayvonlarning hammani bundoq ko'radi, ko'gini bo'ladi. Yana ifrona qizil nurliq astronomiya bak qilindi. Yiroq infra qizil nurliq astronomiya qatorliq hozir biz palonchi yulduzlar sistemi yer sharidan necha ming nur yil yiroqlik turdi deb men doim Mevlayasında birim çıkıp so'zlayman-ku, mush orqali ko'rdi. Astronomiya sohasida infra qizil nur texnikasi qo'llandi. Bu noyati qo'llanilgan narsa. Masalan, rasm 13 ga akiling. Rasm 13 ga. Mana rasm 13 da mana ko'rdinglarmi shu bu ko'z aynakni oddiy bir necha $100 olgani bo'ladi jumonglar. Oddiysini olib qimmatini olmasanglar necha ming dollar ketadi. Mana kechini qop qarang'ida ko'rsam mushtaq, o'ng tarafga bir bozorlarga, bulutlar ko'rdinglarmi, gullar, derakka, mushtaq birimlarni yulduzni o'ttirishga elcha degan nerdagi bir yulduz sistemasini shuni ko'rdi. Mana qop qarang'ida hech qanday ko'zni ko'ramaganda odamni ko'rsanglar mushtaq ko'rsatdi. Bu infra qizil nur orqali ko'rsatildi. Bu naytet. Bu hozir bir bozordan setib ola oladigan asboblar aylanib ketdi. Kechilik qizliq ashta birimdan men qizliq emas, shuning boshqa men bunda birimlarni ip qo'yma. Bir yerga borsam ko'rdim ishladim. Ikkinchisi bu quyoshdan keladigan nurni ultra binafsha nur deydi. Ultra violet deb qo'ydi. Bu qanday shaklda qo'llandi bu? Birinchi bu nurni dezinfeksiyalash,
ya bo'lmasa mikrobsizlantirishda buni qo'llandi. Davolash kasbi ultra binafsha nurga tayinib bu sohada ishlatiladigan tajribaxona va buyumlarni mikrobsizlantirdi. Tajribaxonalar mikrob bo'lmaydi doktorlar. Uni uyning ichi hech qanday mikrobsiz bo'ldi. Doktorxonalarning ichida operatsiya uyda mikrob bo'lmaydi. Mushuni o'ylarni qanday tozlaydi desinglar, mushu beshapna nur orqali tozlaydi. Bu kasallik paydo qiladigan jonliqlarning DNA'siga biz DNA odamda Uyg'urga DNA deydi, DNA'siga o'xshash ta'sir ko'rsatadi. Yana ularni ziyonsiz qiladi. Bizning badanimizning ichidagi nurg'un mikroblarni bu ziyonsizlikqa o'ltirib ziyonsizlik qilib yetadi. Xitoy virusni kontrol qilishda bu texnika cho'ng rol o'ynaydi. Xitoy virusga mushu Amerika ishlaganda mushu texnika eng cho'ng rol o'ynaydi. Endi suv tozalash, ultra binafsha nuri yana insonlarni va boshqa jonliqlarni suvdagi kasallik qo'zg'atuvchilarning ziyonkashligidan qo'g'daydi. Siz ichayotgan uyinglar, turbida ichayotgan suvlarning ziyonkashligini hammasi ashada mushu orqali tozlaydi bu. 1916-yildan tortib Amerika ultra binafsha nurni barliq ichimlik va ichimlik suv manbasini dezinfeksiya qilishning bir xil vosita deb qaraydi. Bu yana sut mahsulotlarini dezinfeksiya qiladi. Mushu nur bozorlarda sutlarni guldirab ichaveramiz-ku, burun g'uljilarga sutlarni biz ularda qoldan soqqanki ularda mikrob bo'ldi. Uni qaynatib, andin to'nglatib, uni qaymoq, pishib qaymoq deb arab, andin choylar ishlatadi. Hozir uni qilmaydi, mushu nur orqali ashyalar sut korxonalari buni ashada mikrobsizlantirdi. Uchinchi bu teri kasalligini davolash. Bunun ishiltidi. Ultra binafsha nur kasallik qo'zg'uvchini muqimlashtirish iqtidoridan foydalanib, joyil tamratkishni va ho'l tamratkishni davolaydi va ba'zi raklarni davolaydi. Nurg'un rak kasallarda mushuni ishlatib saqalaydiq tamratkilar bor. Hozir tamratkida buni saqayishga nihoyat ishlatadi. Buni darolla bu yiliq narsalarni muqimlashtirib oldi. Urg'anda cho'ngaymaydigan qilib qo'ydi. Hech bo'lmaganda masalan rak lavusini uni qilib o'sha daraja turib tez kengaymaydigan holatga tushirib qo'ydi. Odamning umrini uzatadi degan gapda. O'simliklarning o'sishi, ultra binafsha nur eng ko'p ishlatishi o'simliklarning uy ichida o'sishiga yordam berish. Hozir nurg'un narsalar par orqali uy ichida paydo bo'ldi-ku, mushni ishlatadi. Bu o'simliklarni ishlatganda quyosh radiatsiya orqali quyosh nurini ko'paytirish o'simlikni issiqlik bilan ta'minlaydi. O'simlikka nur yassa bo'ladi-da, nur yassa bo'ldi shu. Undan keyin qor bulut bilan birlashganda, qor nur bilan birlashganda, qor nur ultra binafsha nurdan foydalanib nurlanishga, endi buningdan boshqa yomon jiq narsalar bor men deb o'tkatmay, masalan, aydurumlarda o'tsak bizning logich deymiz, jaqti qo'limizni tekshirganda mushni o'tadi. Bizning kartlarni mundaq qilamiz, g'ing qildi, ash beshapna o'shdi. Mushlarning hammasiga o'tlarni kechib bir yer o't ketib boramdi, bormamdi, mushining orqali tekshiraydi. Astronomiya mushni orqali tekshiradi. Buning ishlatish nuri nihoyat ko'p. Mana mishada buning bilan nur bo'lsa, yuqorida nur to'g'riliq bir qur oddiy tushuncha berib o'tkatdim. Hammanglar mush to'g'riliq ozroq bilim olgan bo'lsanglar, tushuncha paydo bo'lsanglar, men xush bo'laman. Endi bugun Xitoyga chekilgan 23-siga akilaylik. 23-sini rasm 14 ga akab qo'ying. Yiqilg'u batareyasi. Yiqilg'u batareyani so'zlashdan burun avval biz kundalik turmushimiz bilan chetishgan batareya degan atalg'u bilan tanishaylik. Batareya energiyani bir xil tipdan yana bir xil tipga aylantirish orqali hayotimizni kuchaytiradi. To'g'rimi? Projektorning ichiga mayni sepib qo'ysak, yondirsak, ximiyani darrov nurga aylantiradi. Batareya necha xil bo'ladi? Mana rasm 14 ni ko'rsanglar, birinchi xil batareya. To'q qochilashga bo'ladigan batareya. Mana sizlar uchun buni ko'rsanglar, bu batareyalar hammanglar ishlatdinglar, telefoninglarda ishlatsizlar.
Nimada telefonlar işletilse hemen nasıl bunda bataryanın bek köp işletimiz ko telefon, projektör hemen. Bu xil batarya köp qitim tok qaçılığını buludu. Mesela yanfon ya toxta. Mana ma bataryani ko'rdinglar, mana ma bataryani. Buni qachilaydi. Bu xil batarya tok bilan to'liqligini bo'lmaydi. Ma xil bataryani masalan projektor bataryasi. Kunda ishlatamiz, uni ishlatib bo'lgan tukkandan keyin tashlab etamiz. Buni tok bilan qachilanmaysiz. Yani nurxunlashda bataryalar va radiolarni burun batarya orqali mang'atdiq. Sal tuvan chiqib turgan, yuqori. Bir kemmidi yuqori. Mishada mana ma xil bataryalarni tok qachiligi bo'lmaydi. Bir qitimliq ishlatsa tashlaysiz. Bataryani tok bilan to'liqligini bo'lmaydi. Yani rasm 15 ga qiling. Rasm tuvandikisiga, rasm 15. Mana ma batarya tok qachilashqa bo'ladigan batarya. Bu xil batarya ko'p qitim tok qachilagan bo'ladi. Misoli, yanfon, va rasm qaranglar, laptop, mashina, oxirgi bizning yanfonning ichiga yanfonning ichiga qarsanglar, mushta batarya ishlatadi. Onga bizning laptop, mening oldimda laptop, sizning oldingizda laptopning mushta bataryasi manda. Bularni doim qachilgan bo'ldi. Qay vaqtda tokning bataryasi tugab ketdi, 10% qoldi deb telefonda chiqadi-ku, sanchib qo'ysak darrov yana 100% akildi. Buni qachilgan bo'lgan bataryalar. Ma o'ttirishga mashina bataryalari mushta bo'ldi. Bataryang bashalini buni masalan 60 ming kilometr mang'ichi bo'ldi deydi, basanglar qachilab berdi yana. Qachilab yana burunqida kuchli bo'lmaydi, yana 20-30 ming kilometr qachilgan bo'ldi. Yana manda xiliqi hozir chiqdi-ku, bu masalan telefonlarga, projektorlarga, nimlar ishlatilgan o'ng tarafdagi yeshil batarya bir xil buningga qachilgan bo'lgan batarya bo'ldi. Men uyimda endiki bordigan masjidda xiliqi so'zlaydi emasmi? So'zlaganki uning batarya kerak. Shuning uchun mushunda bataryani tok qachilab qo'ydi, tugab ketsa yana birini ishlatdi. Buni qachilgan bo'lgan batarya bu. Tok qachilashqa bo'lgan batarya. Kasb tilda aytsak, kasb tilda, fizik tilda aytsak, batarya kimiyalik energiyani elektr energiyaga aylantiradigan bir xil energiya saqlash qurilmasi. Bu kasbiy tilda aytsak, fizik. Dehqon tilda aytsak, oldin tok qachilab qo'ygan bir sanduq yoki bir sayman. Buning ba'zilariga qayta tok qachilab ko'p qitim ishlatgani bo'ladi, ba'zilarini bir qitim ishlatib tashlaydi. Rasm 16 ga kelib qo'ying. Uningdan kelsa mana shu qo'yib turibdi. Quyosh energiya batarya. Hozir hamma yer quyosh energiya bo'lib bordi va rasmi. Bu xil batarya quyosh energiyasini bevosita elektr energiyasiga aylantiradigan elektr qurilmasi. Sumirdi, mana orqali elektrga mang'udi. Quyosh energiyasi batarya taxtasi, bu bir taxta, mana hamma yer ko'rsizlar, hozir xalqlar uyg'izlarga qo'yib bordi. Quyosh nurini sumirish orqali quyosh reaksiya energiyasini elektr energiyasiga bevosita yoki vositalik almashtiradigan qurilma. Hozir hamma mushaq ketib bordi. Buning bilan energiya masalasi hal bo'ldi desak bo'ldi dunyoda. Quyosh Amerikada uylarda qilyotdi, men qilmadim, nurg'un Uyg'urlar qilib bo'ldi. Mushu quyosh energiyasiga o'tib ketib bordi, mana taxta buningda. Fan texnika taraqqiyotiga ergishib elektr energiyasini hosil qila oladigan kichik tipdagi qurilmalarning hammasini batarya deb ataydigan bo'ldi. Shu qursa hammasi batarya deb ataydigan bo'ldi. Bataryani energiya sifatida ishlatsa, tok besimi turaqliq, tok eqimi turaqliq, uzun muddat ta'minligini bo'ladigan, tashqi dunyoning ta'siriga oz uchraydigan tok erishga bo'ladi. Hozir bizning idoralarda nurg'un o'zining ashta batarya orqali qilib qo'ygan motorlari bor. Masalan, tok ketib qolsa darrov mang'idi, idoraning hamma kompyuteri mang'iyverdi, ish to'xtab qolmaydi. Uning ustiga batarya qurilmasi oddiy. Lampochka masalan projektorning bataryasini qaranglar. Elib yurishga qulaylik. Tashqi klimat va temperaturning ta'siriga uchirmaydi. Bizning masalan laptopdagi batarya tashqi klimat uchirmaydi. İqtidori muqim va ishonchli.
Batareya hozirgi zamon ijtimoiy turmushning har qaysi taraflarida nihoyat cho'ng ishlatiyotiladi. Men quyosh men bir esim kelib qoldi. Yaqinda ko'rdim bir maqolni. Burun quyosh nuri masalan uyingizda bo'ldi, kunduzi quyosh nurini sumirib oladi. Andin kechasi uni to'q qilib sizga ishlatadi, kechasi shuni ishlatasiz. O anda quyosh nuri bo'lmagan kechasi o quyosh nurini sumirolmay to'q hosil qilolmaydi. Hozir yangi texnika chiqdi. Ular masalan yarışlar sizlarga sizning davlatdan yuqori bulut bo'lib qolsa, onasi oy jugurab berib, quyosh boyadiki havodan quyoshning nurini sumirib akib uyni davolaveradigan bo'ldi. Hozir bu quyosh nuri borgan sari bu havo tutuqmi, havo tutuq emasligimi munosabati bo'lmaydigan bo'ldi. Har xil sunniy amrolar hamma ishlagan taxtalar hamma nar quyosh bo'lsa shu yerda udul akab taxtamiz qachilaydigan ketib bordi. Yuqorida so'zlab o'tgan batareyalarni oldin to'qqachlab qo'ygan sanduq deb tasvir qilg'ini bo'ladi. Ularni har qanday vaqtda ishlatgini bo'ladi, har qanday ortiqcha yiqilg'u manbasini talab qilmaydi. Yuqorida so'zlab o'tgan batareya Amerika va Xitoyning o'rtasidagi davomlashayotgan batareya urushining nuqtasi emas. Hozir men deyotganim 23-chi u emas. Ular batareyalarni men tushundim. Amerikaning Xitoyga cheklayotgan batareya bo'lsa, yiqilg'u batareyasi deb ataydi buni. Yiqilg'u batareyasi. Og'dirma mening oldidan bir og'dirma xarakterli inqilobga kirdi bu yiqilg'u batareyasi degan. Og'dirma xarakterli texnika degan iste'molchilar kasbiy yoki korxonalarning operatsiya usuliga yengillik akildigan texnika. Bundaq texnika an'anaviy kasblarga cho'nqur ta'sir ko'rsatib, yangi mahsulot yaratish, yangi kasb holatini borliqqa keltirish, yangi andizini barpo qilish, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchini taraqqiy qildirishga ishlatiladi. Bundaq narsalarni biz og'dirma xarakterli texnika deb qo'ydi. Inglizcha disruptive technology deb qo'ydi. Uyg'urcha gayalarda bo'sish xarakterli texnika deb qo'ydi. Misollar 5G bizning to'plar 5G, 7G bo'ldi. Bu butun aloqani o'zgartirdi. Bular og'dirma xarakterli kirdi. Masalan, AI hozir sun'iy aql iqtidori bu og'dirma xarakterli texnika kirdi. Mashinada hamma tilni o'rganadigan bo'lib ketdi. Hamma narsani tarjima qiladigan bo'lib ketdi, so'zlaydigan bo'lib ketdi. Oldin kuni men YouTube'da ko'rdim, Yaponiya bir otni yasab chiqibdi. Ot o sun'iy aql ot. O tog' demaydigan, suv demaydigan, dengiz demaydigan, hamaydigan, ushqanda qanchalik ishtiga o'tsangiz yugurib ketaveradigan otni yaratdi. Undan keyin hozirgi nurg'un sonliq ma'lumotlarni bulut mulozimat saqlaydigan bo'ldi. Cloud service deydi. Undan keyin nano texnikasi, masalan sizlarning Gollandiyadagi chipni kesadigan nima nanometr degan 1 metrni 1 milliardga chiqadigan. Shular unga cho'ng data. Bular hammasi o'sha og'dirma shakllik og'dirma yoki bo'sish xarakterli texnika kirdi. Amerika Xitoyni cheklagan texnikaning biri bo'lgan yiqilg'u batareyasi bo'lsa, og'dirma xarakterli texnikaga kirdi. Yiqilg'u batareyasi. To'xtab turing. Rasm 17 ga kelib qo'ying. Rasm 17. Misha tursin, misha rasm 17. Yiqilg'u batareyasi bu mushu og'dirma xarakterli yangi bir texnika. Bir turlik yangi texnika bo'lib, dunyoning to'q tarqitish usulini uzul-kesil o'zgartirib u kelgusidagi batareya deb nom oldi. Bu batareyaning yuqoridagi batareyalarga o'xshamaydigini, bu tokni saqlamaydi, bu o'zi balki tokni hosil qiladi. Bu tok saqlash ketmaydi buningga. Bu o'zi tokni hosil qila oladi. Yiqilg'u batareyasi oksigendan foydalanib, havoda gangli oksigen 22%, to'g'rimi? Batareyasi oksigendan foydalanib, yiqilg'u tarkibidagi ximiyalik energiyani elektr energiyasiga aylantirgan tok chiqarish qurilmasi.
Bu batareya biz yuqorida so'zlab o'tgan batareyalardan farqlanadi. Yuqoridagi bir qitim ishlatilgan batareyadek ishlatib bo'lib tashlab etmaydi. Yoki tok qochilashqa bo'lgan batareyadek davomli tok qochilmaydi. Bu batareyaning afzalligi shuki, oksigen va yiqilg'u manbasini muqim ta'minlash orqali yiqilg'u tükkicha uzluksiz muqim tok bilan ta'minlanadi. Masalan, hidrogenmi yiqilg'u. Osh orqali bu havodan qilib bu tokni ta'minlayverdi. Hamda nurg'unlagan yiqilg'u batareyasini tutash turgandan keyin bu million, necha million, billion watt tok chiqaradigan zavodga stanisga aylanadi. Bu hozirgi mushu eng ketib qolgan taraqqiy mana. Bu batareyani ishlab chiqarishda tayindigan eng halqi materiallar bo'lsa, katalizator, ion almashtirish pardasi, gaz tarqalish qaviti, elektronlik parda. Yani bular kasbiy atalg'ular tushunmasanglarmi bo'laverdi, lekin buni anglab qo'yinglar. Bular yiqilg'u batareyasini yuragi tok hosil qiladigan joy. Xitoy bu materiallarni ishlab chiqarolmaydi, butunlay import qiladi. Buni ishlayolmaydi Xitoylar, chort ishlayolmaydi. Ishqa yaqin kelgan yerda emas. Mana bu zavodlar bu hozir zot mushta bo'ldi. Buningga tok ketmaydi, ko'mir ketmaydi. O'zila havodagi oksigen hidrogenlardan foydalanib tokni ishlayverdi. Hamda batareya o'xshamaydi. Yiqilg'u batareyasi har xil qo'llanishchan programmalarni pokiz tok bilan ta'minlaydigan bo'lg'achqa hozir har qaysi kasblar yiqilg'u batareyasiga yuzinyapti. Dunyo shuning yuzinib ketib bordi. Yiqilg'u batareyasi ig'ir tipdagi yuk mashinasi, yo'llar tipdagi yuk mashinasi, ommaviy avtobus, temir yo'l va paraxodlarni harakatlantirgich kuch bilan ta'minlab savdo transport kasbini taraqqiyotni ko'rinarli ilgari surdi. Sanoat, jamoat ishlari tarmoqlari, sonliq ma'lumot markazi, doktorxona va oliy maktab qatorliq organlarmi yiqilg'u batareyasiga tayinladi. Klimat krizisi, hozir dunyoda klimat bo'lganda, kirsa har bir odam ko'ngil bo'ladigan qiziq nuqta bo'lib qilishiga ergishib, har qaysi kasblar texmo muhit asraydigan elektr kuchini hosil qilish loyihasiga yuzinyapti. Musha batareyaga yuzinyapti. Yiqilg'u batareyasi bu masalani hal qilishda istiqboli nihoyat zo'r deb ataladi, kelgusida batareya deb ataladi. Bu batareya bo'lgandan keyin neft ketmaydi. Aş batareyani qilib qo'ysangiz, havodagi nimsa o'zi tokni ishlab ketaverdi, poyezdmi ketaverdi, mashinam ketaverdi, hamma nima ketaveradigan batareyaga aylanib ketdi. Paraxodmi mushuni bilan mangdi. Hozir paraxodga shundacha gaz maylar ketadi, hech nima ketmaydi. Mush o'zi ishlataverdi paraxodlar. Mush ketaverdi. Mana silvarsam dumbam to'g'layapti, kiyivarsam dumbam ketib bordi. Hammasi ketaverdi. Bu xil batareya mushu bösüş xarakterlik bata. Buni ishlamasa Xitoyda shu quruq neft koni qoladi. Xitoy buni hozirgacha hech qachon ishlayolmaydi. 24-chi Amerika Xitoyga cheklayotgan rasm 18ga akab qo'yinglar. 24-chi bo'lsa yuqori texnikalik kapsharlash tok manbasi. Oldin bilan kapsharlash degan so'z bilan bir oz tanishaylik. Buni dehqon tilda payatlash, eritib ulash deb ataydi. Men buni ishlab baqqan, yilga biz o'rta maktab o'qiyotgan vaqt ishchi dehqonlardan o'rganamiz deganda yilga tushgan bir yilninki bir traktor nima zavodi bor ekan. Ashar mushtaylik vaqtlarda bunda ko'zimiz bunda bir aynak vatni g'o'riq bunda ishlab baqqan. Mas u emas, mala diqqat qilinglar. Kashflash degan qizitish, ikki narsani qizitish yoki yuqori temperatura yoki yuqori besim orqali ikki yoki bir necha zobchasini birlashtirish jarayoni. To'g'rimi? Buzilib ketganlar suv hozirni shunday qilamiz-ku, uyda g'aqsinga g'o'riq qilib kapshalaymiz. Odatda metal, issiq plastik, hatto yog'och materiallarni tutashtirishga ishlatiladi. Cho'ng binolardagi yog'ochlarni shuni orqali kapsharlaydi.
Kapsarlash bir xil oddiy, lekin bu uskuna qarmoqqa oddiy va arzon material ulash hunar san'ati bo'lib, binokorlik, yosmachilik, aviatsiya, elektron, kiyim sozlik, avtomobil, remont qilish, asrash va mashina sozlik sohalarida keng ko'lamda ishlatiladi. Har qanday zavodga borsangiz, birimlarni kapsarlayotgan narsa ko'p tursa, g'ur qilayotgan ishchilar. Kapsarlash yana dağlar rayonlarda, to'q yo'q yerlar birimlar buzib qolsa, mush orqali ishlatadi. Suv osti va olam bo'shliq qatorliq turli muhitlarda qo'llanadi. Bu indanca qo'llanilgan to'lning biri. Rasm 19'ga akab qo'ying. Narsalarni kapsarlash uchun energiya kerak. To'g'rimi? Hozir asos tok bilan energiya qilib nurg'iyadi. Hozirgi zamon kapsarlash energiya manbasi nurg'un bo'lib, hozirgi zamon eng ilg'or buni biri men rasm qarasanglar 19 gaz yolqini orqali kapsarlaydi. Burunqidek tok emas. Ya yoy orqali nim qildi. Ya bo'lmasa lazer nuri. Lazer nuri. Amaliyotda men necha misol qilib, mening tishimda shu lazer nuri. Elektronlik dasta. Elektron emas, burun biz bunda bu elektronlik dasta nur orqali qildi. Bu 4 xil mana rasmda ko'rsanglar, kapsarlash ulangan joyning iqtidorini kapsarlangan materialning iqtidoriga yetish yoki ishib ketish mumkin. Ikki narsa kapsarlangandan keyin uyaning kapsarlangan yer burungi yerdan kuchli bo'ldi. Burungi yer uzilib ketsa, uzilmaydi. Buni sanoat ishlab chiqarishdagi tikish mashinasi deb ataydi. Bu tikish mashinasi har qanday narsa tikadi. Yuqoridagi texnikalik kapsarlash, men rasmni ko'rdinglar. Buni yuqori texnikalik kapsarlash, burungi tok manbasini an'anaviy deymizda, an'anaviy kapsarlash mashinasiga qaraganda bir necha aloydiligi bor. Bu shuning uchun buni bo'lish xarakterlik degani mushu aloydiliklari. Birinchi, kapsarlash sifati yuqori va kontrol qilish aniq darsi yuqori. Sifati yaxshi, nihoyatda siyliq chiqadi. Ko'rinmaydi. O'nindagi buni kontrol qilish aniqlik darsi kontrol qilaysiz, ekran orqali kontrol qila olasiz. Kapsarlash vaqti qisqa. Burunqi iliq to'xtasiz 1 soat qilganda buni 1-2 minut qilib yetasiz. Asbobning xurishi nihoyat kichik. Bu asboblar uzun yil ishlatgan bo'ladi va energiya tejrash unumi nihoyat yaxshi. Az energiya ketadi. Uchinchi, o'skunning hajmi va ig'irligi yenik va ham kichik. Nur bilan bo'lganda qarsak shunday qo'ylar qalamdek bo'ldi, g'arrlik qilsa qalamdek bo'ladi. Mushtal bo'ldi. To'rtinchi, eng muhimi bu raqamlik. Har qanday narsa raqamlik bo'lganlikni kontrol qilmoq oson. Raqamlik. Masalan, dengiz okean boyligini ichish va dengiz okean huquqini qo'g'dash uskunlarini taraqqiy qildirishda nihoyatda cho'ng rol o'ynaydi. Bu kapsar. Oshlar tushib, oshaniki mush kapsarlash orqali. Masalan, dengizdagi uskunalar buzilgan yoki mag'lub bo'lganda mushu tikish mashinasini deb atalgan yuqori texnikalik kapsarlar mashinasi bilan remont qildi. Ular ulaydi, tikidi. Xitoy buni qiladi. Masalan, Xitoyning yuqori Xitoyni so'zlab ko'rsatib o'tgandim. Suv ostidagi birimlar buzilib qolsa, ular Amerika bilan bamsa kapsarlanmaydi. Buzildi, o'ladi. Masalan, paraxodlarning asosiyatini o'ladi. Xitoy dunyodagi eng cho'ng an'anaviy kapsarlash mashinasini ishlab chiqaradi. Yillik ishlab chiqarish iqtidori 10 milliondan oshadi. Xitoydagi zavodlardagi, idoraga, remontxonalardagi asos an'anaviy ishlash. Lekin yuqori texnikalik kapsarlash mashinasini ishlayolmaydi. Butunlay chet eldan import qiladi. Cho'nqur dengiz ostidagi kapsarlash suv osti mashina odamlarga tayinadi. Suv osti odamlar, suv osti odamlarni kirgizib, necha ming shular kelmadi. Shular qiladi, odam tushanmaydi u yerga. Odam mashinalarni tushirdi, ular ash orqali kapsarlaydi. Amerika bu xil kapsarlashni to'liq raqamli kontrol qilish texnikasi bilan bartaraf qildi. Butunlay raqamlashtirib bo'ldi. Xitoy bunday kapsarlash texnikasiga yaqin keladigan yerda emas. Masalan,
Misali, yana varaq metal kapsharlash. Iliqi gay bir metal polatlar qag'ildek nippiz, to'g'rimi? Ularni bir-birisiga bunday chaplaydi, yaklaydi. Mushuni ishiltidi. Uy bezash, mashina sanoati, besimlik qocha, besimlik mundaq bir xil besimlik qocha va po'lat qurilmalarning yasash xizmati, qurilish materiallari va ko'rik qatorliq ig'ir qurilish kasblarda turba yo'lini kapsharlash, mashina remont qilish qatorliqda Xitoy yuqori texniklik kapsharlash mashinasiga tayinadi. Lekin o'zi ishlab chiqargan an'anaviy kapsharlash mashinasining roli bo'lmaydi. Buni butunlay import qildi, Amerika mushinchaklidi. Mushinchaklida endi buni rasm 25, bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz 25, rasm 20 ga akab qo'ying. 25. Rasm 25 ga keldi deb qo'ying. Bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz 25-si. Xitoy ishlayolmay, Amerika cheklagan texnikalar, uni Xitoy ishlayolmaydi. 25-si tibbiy sur'at uskunalari. Bu haqiqatan hammamizga ma'lum, bu to'g'riliq hammamiz doktorxonaga borgan, rentgenga tushgan, har narsani ko'rgan. Tibbiy sur'at uskunalari odam badaniga nur, X nuri, ultra ovozi yoki kuchlik magnit maydoni qatorliq turli fiziklik signallarni qo'llanish orqali odam badaniga inkas qaytirish signalini to'playdi. Bu uskuna teri va so'ngakka yoshiringan ichki qurilmalarni oshkorlaydi. Rekanni ko'ramiz-ku, shundaqla kasalga diagnoz qo'yish va davolashga yordam qiladi. Bu tibbiy suratlarni bir taraf qilish orqali doktorlar odam badani qurilmasiga va kasalning o'zgarish ahvoliga hukm qiladi. Tibbiy surat uskunlar rasm ko'rinyapti, men ko'rinmadim. Tibbiy surat uskunalari davolash sohasida texnika to'saq yuqori bo'lim turgan. Bu bo'sish xarakterli texnika kirdi. Endi inglizcha texnika to'saq deydi, to'sib qolgan bo'sish xarakterlik ashundaq texnika kirdi. Mana mani rasmni ko'rsanglar, buningga hammamiz tushgan, buning tushmagan odam yo'q deyman. Men ayksi nurliq rasmga tushish. Mana mashina, so'ngda o'ttirga ayksi nurda tasla odam badani, mana o'pka, qo'g'larning suratlari. Ayksi nuri orqali badanning ichki qurilmasining suratini hosil qiladi. U so'ngak va yumshoq to'qilmalardagi sunuq, yuqumlanish va normal sizliqni bayqashga yordam beradi. Tiboratdan boshqa ayksi nuri sanoat sifat kontrol qilish, yuk toqa bexatarligini skannerlash va ilmiy tadqiqot qatorliqlarda qo'llanadi. Molekula qurilmasi va moddaning muhitini tushunishda mushaq qiladi. Mana ayks nurda mushaq qilindi. Bu ayksi tushmagan akcham, men bilmay akcham sizmi tushib baqqan ayks nurga deyman. Rasm 21 ga akab qo'ying. Chiqqanda chiqdi deb qo'ying, men so'zlab ketavermay. Mana chiqdi. Ayks nurga siz tushib baqqanmi deyman. Ya mana ona kelib bakmadım da. Ömrün ısımında bir ayaks öpkünüzle işçimizle tek, vay siz polat adam ekansiz. Sağlam öttük hazırca. Ay, elhamdülillah. Sizdak yer şuariki adamlar 70% sizdak bolsanız, muş zavatlarning hammasi vayron bo'lib ketadi. Mana ko'rsanglar, ma yurakning rasmi. Ma yurakning rasmini ko'rsanglar, mana mavoat, ma sol tarafdagi masi tajisimon tumor. Tajisimon. Ma o'ng tarafdagisi tajisimon artisiya. Yurakni tor va to'sib qolgan artisiyani tekshiradi. Mush orqali mashinaga tushsa, men tushib baqqan buni, voy, hamsiga tushib baqqan, men yosh cho'ng bo'lgandan bundan narsaga tushadigan ish jiq bo'lib ketadi ekan. Mana mush orqali CT deydi. CTni hammamiz anglagan deymi. Mush CTda yurgingizni mushda ko'radi. Hamman ko'rib baqqan. Men bu soat ishlayman, uzun yil ishildim emasman, ham ko'rib baqqan. CT mashinada ko'rganini. Mana yurak
Ango atalgısı aşağı aytadigan jumlalar var Uyg'urchada. Men o'qimaganman shundaqcha. Yurak angiografisi bir xil davolash usuli. U silishtirma bo'yoq va aksi nuri orqali yurak qon tomirlarini ko'rsatadi. Yuqoridagi aksi nurini ishlatadi. Uningki bu har xil nurni ishlatadi. Aksi nurda nur yo'q. Aslida har xil nurni ishlatib qarang, u qonning to'silishga diagnoz qo'yadi. Yurak iqtidorini baholash hamda tiyrak o'rnatish operatsiyasida yetakchilik qilish qatorliq davolashlarga yetakchilik qiladi. Mana mushundaq ko'rib, mana yerda to'silgan yerlar, yuraklar hammani ko'radi. Shu orqali yurakka ko'rik qo'ydi, tomir qo'ydi degan gaplarni anglaymiz-ku. Mushu isbot orqali shiltidi. Bumi nayt yuqori texnik bo'ldi. Xitoy buni butunlay import qiladi. Uningdagi rasm 22 ga ekranga. Buni mammografi deb ataydi. Mammografi deb ataydi. Bu tibobatdagi maxsus surat texnikasi bo'lib, tuvan miqdordagi, buning miqdori nayt tuvan aks nur yuqori odam ziyonli qiladi. Bu nayt tuvan aks nur orqali ko'krak to'qilmalarini tekshiradi. Buni hamma ayollar degidek tekshiradi. Amerikada ayollar yeshi cho'ng bo'lgansa, har yil degidek 6 oyda bir buning o'tadi. Mana rasmga qarasangiz, u sut bezi rakning dastlabki bayqilishiga intayin muhim rol o'ynaydi. Rol bor. Hamda o'sma va boshqa benormal ahvollarni baholashga yordam beradi. Rasm qarasangiz, birinchisi ko'ksininki normal vaqtda hech nimasi yo'q. Ikkinchisi to'pining o'ng tarafdagisi kichik bir oq chip qolgan. Bu oq chip qolgan bu kris texi rakka aylanmagan jarayon. Mana Mao tushgan vaqti rasmning rakka ko'dimsma farqlarni o'pmoq bo'ldi, rasmiy rakka aylanib bo'lgan vaqt. Ko'ksi raqdab nurg'a ayollar ko'ksini eliydigan ishlar bo'ldi-ku. Mao kalsiyam, ilaqisini ko'ksingizda kalsiyam bo'lib to'solg'ular bo'lgan narsani mush orqali mushinchik inchik darajada ko'ra oladi. Bu inchik ko'ra oladi. Rasm 23 ga ekilanga. Mushlarni hammasi Xitoylarni cheklayotgan narsalar jumlalar kompyuter tasvir ko'rsatgich, computer technology deydi, inglizchada qisqa atmasi CT. Buni anglaysizlar, anda mashinaga, men necha qitim kirgan bu mashinaga. Shu masalan mo'ramninki sunaklari nim bo'lganda, qay vaqtda o'pgan tekshirib baqa bir qanda ishqa jiq putumni tizimni tekshirtmanda bunaqa men necha qitim kirgan. Buni CT deydi mana. CT aks nuri va aks nur bilan kompyuter texnikasini birlashtirdi. Kompyuter birlashtirib diagnoz qo'yish quroli bo'lib, ichki a'zo, sunak va to'qilmalarni hosil qila oladigan tafsiliy to'g'ri kasmak yuz surtini qildi. Buni kesan degani tafsiliy kasma yuz surti deyish. Mandaq masalan qo'lingiz manda bo'lsa, bu kesanning narxini bilish sizga o'sha bu mishda nip batmi-bat sunkingizda mishda kesib ko'rsatadi. Ashbatga mishda masalan surakni 1 sm qildirsangiz, 1 sm mushtaq qilib, mush bir nima halqingizning hamma yerini ashundaq kesib Shunga buni kasmi yuz surti deb surtini hosil qiladi. Bu aniq bo'lgan davolash analizi va davolash planiga cho'ng yordam bor. Siz yaxshi ekansiz, buni endi ko'rgan odamlar jiq deyman. 5-rasm ekranga. 24 ga, rasm 24 ga. Bu ultra ovoz to'lqini. Bu balini ultra degan gapni yuqori jiq ishlab ketgan. Ultra degan chekdan ishib ketdi degan ma'noni bildiradi. Ultra ovoz degan yuqori chastotliq. Yuqori chastotli ovoz to'lqinini ishlatib odam badanidagi qurilmaning suratini hosil qilish. Mana rasmni ko'rsizlar. Balininki. Mana mushtaq narsa siz mayad yotsiz, sizga ispan dong-dongqi ekranda, kompyuter üstündeki ekranda balını ko'rasiz. Bir balininki qanchalik cho'ng, kichik, kesili bormi, bu miyib balı bo'lamdi, yurigi qanday ojiz, hammani bilgini bo'ladi buningda.
ultra ovoz to'lqini tibbiy surat hosil qilish texnikasi bo'lib, yuqori chastotalik ovoz to'lqinidan foydalanib, ichki a'zo va to'qilmaning suratini hosil qiladi. U bexatar va zaxmisiz bo'lib, tug'utdan ilgari tekshirish va diagnoz qo'yishga keng ishlatiladi. Tug'utlarda mush ishlatiladi. Undan keyin iliq o'tki tosh turib qoldi, bu tosh turib qolganlarmi mushning orqali tekshiraydi ashni. Bularmi nayt ilg'ar Xitoy buni ishlayolmaydi. Avo rasm 25 ga eklana. Ha mana ashninga. Bu magnitlik rezonans surat hosil qilish MRI, qisqartmasi MRI. Buni hamma Uyg'urlar desangiz bo'ldi, siz bilmaysizki buningda. Hamma Uyg'urlar mana mavi o'ng tarafdagi bir odamning mush rasm orqali tizi, tiz zaxmlangan tizning rasmi ko'rdingizmi? Qaya qandoq saqlangan hammani shunda aniq ko'rsatadi. MRI bir xil ziyonsiz, u odamga ziyoni yo'q, uning yaxshi yeri. Diagnoz qo'yish texnikasi bo'lib, kuchli magnit va radio to'lqini orqali badan a'zolari va to'qilmalarning tafsiliy suratlarini hosil qildi. Bu to'g'ri diagnoz qo'yish va davolash planiga yordam berdi. Bo'lma tashqi usullar sumaklarni nima qilish, qurashtirish sunib ketganlardan mushuni inch ko'gin. Biz yuqorida faqat 6 bilan tunishib o'tdik. Yana 10 dan ko'p odamning ichki badan a'zolarini va to'qilmalarining tafsiliy suratlarini hosil qiladigan uskunlar bor. Bu xil uskunlarni yuqori texnika talab qildi. Xitoyda bunday texnika mavjud emas. Rasm 26 ga ekranga. Xitoy atvan o'tib ketdi, Xitoy chiqadi. O'tib ketdi. Sal yuqorgasa. Mana mavi rasm Xitoyninki, mana bundaq nimani butunlay chetga kirmas, biz ishlayolmaymiz mush asboblarni hech qasin deydi. Amerika X nurni cheklamadi, o biroz oddiroq qolganlarni chekladi. Shuning uchun Xitoy boshqa davlatlar oldi, qarang bozordan akiryotdi, burunqi ishlatyotdi. Mana mushlar nimalarda Xitoy oldi, keyinda qoldi. Amerika cheklayapti, buni Xitoy o'zi ishlayolmaydi. Bu texnikaga yaqin keladigan yerda emas. Yiliqi bir xalqlar Xitoylar mushunda taraqqiyot ketdi, u deb ketgan, o gaplarga ishinib ketmanglar. Rasm 27 ga ekrana. Rasm 20. Bana 1 minut vaqt beringlar. Mana bu bugungi oxirisi deymi. Darajadan tashqari inchga siyliqlash va paqirtish hunar san'ati. 27-kuni ultra degan yuqori so'zlab o'tgatdi. Ultra degan odatdagidan halqagan nozik degan ma'noni bo'ldi. Darajadan tashqari inchga siyliqlash degan materialning yuzini nanometr to'l so'zlab ketdimi? Nanometr degan 1 metrni 1 milliardga, 1000 millionga parchalaydi. Shuningdek, hatto nanometrdanmi kichik darajada saqlanishga ko'rsatadi. Darajada oshincha siyliq qilib yetadi. Uningda hech qanday bu xil texnologiya bo'lsa, yuqori nozik sirtqi yuzini pishiqlab ishlash texnikasi bo'lib, ish detalning yuzini inchga siyliqlash, zot siyliqlash, aynakdimi siyliq qilib yetadi bu jumonglar. Siyliqlash va paqirtish orqali intan yuqori bo'lgan sirtqi yuzning pokizlik darajasi va qiyofatining aniqlik darajasini oshiradi. Bu texnika ilg'or mashina. Masalan, sizlarning iliqi chip kesadigan mashina, maxsus asbob qurol va inchga kontrol sistemasi orqali eng kichik umumiy farqi
ega murakkab zotjaslarni ishlab chiqarishni o'z ichiga oladi. Bu texnologiya yuqori sirtqi yuz sifatini talab qiladigan intayin zot aynakdan talab qiladigan zotjaslarni yuzini intayin siliq va aniq qiladi. Bo'libmi optika, har qanday nurliq asboblar, aviatsiya, olam qatnashi va chip qatorliq qo'llanishchan programmalarda uningdan boshqa optikalik aynak, nozik optika qilipi, davolash uskunlari qatorliq yuqori aniqlik uskunlarda halqiliq zotjaslarni yasashga ishlatiladi. Olamlarda hamma narsa mushun ishildi, jumla mush zotjaslarni. Xitoylar olamlarga birdan chiqadi, zotjaslarni hech qachon o'zi ishlamay xalqdan import qilgan. Tuz taxtiliq bosma, eng yangi yerim o'tkazgich uskunlar chip, ultra ovoz to'lqinini amalga oshirishda, yuqori suratli harakat signal tok sarfiyotini azaytish va tanarxini tuallatish qatorliqlarda bu darajadan tashqari inchga siliqlash jarayoni keng qo'llandi. Qisqartib aytsak, bu nozik pishiqlab ishlash texnikasi ilg'or ilm-fan sohasida keng ko'lamda qo'llandi. Eng yuqori darajali uskunalar va nozik uskunlarga zo'rul bo'lgan bu texnologiya navbatda Amerika bilan Yaponiya korxonalar tarafdan ishlaydi. Boshqa hech qanday ish Yevropa ham ishlamaydi buni. Bunlar Yevropa Amerika bilan Yaponiyadan import qildi. Eng oxirgisini qisqartib so'zlab o'tib ketay. Eng oxirgisi ma bir xil rasm 28 ga kelib qo'ying. Eng oxirgi rasm 28 kelgan kayda deb qo'ying. 27-si yuqori darajali epokisi simula. Men tushuntirib o'tib ketay bu. Chiqdimi rasm 28? Chiqdi ha? Okey. Epokisi simula degan mana bu yilim qaranglar. Manda nim etsam degan sunniy yilim. Kasbiy tilda sunniy devil deb ataydi. Bu intayin muhim bo'lgan issiqlik ta'sirida qotadigan plastik material. U bir xil ko'p iqtidorli ham yuqori yepishqoq material. Bu xil yilim intayin u yepishtirg'ich, sir, choplag'ich, elektronlik mahsulotlarni pechatlash, bosma tok, yo'li, taxtasi, aviatsiya, olam qatnashi, harbiy san'at qatorliq sohalarda yuqori besimlik tok, izolyator, kuchaytirilgan so'lyav birikma material va qurilma yepishtiruvchida binokorlik, yog'ochchi yasash kasblari keng ko'lamda ishlatiladi. Buni mana rasm 29 bu amaliyot bir yilim. Buni nima kirsanglarmi ashatlarni uylarni zoptuqlar yasagan materiallar kirsanglar ashad mushuni bor. İposin mushi xatlik yilim bor. Bu yilim ashunda bösiş xarakterlik texnika kirdi. Buni Xitoy ishlamaydi. Bu yilimni Xitoyning masalan aeroplan, mashinati, har qanday ishlatgan butun nimasiga yilimni chetdan import qiladi. Buni Yevropa ham ishlaydi, Amerika ham ishlaydi. Eng oxirgi rasm 29 ga kelib qo'ying. Rasm 29 ga. Mana masalanga machatga mush kompyuter kang nimlarninki mush chiplarni mush butunlay yilim hech qanday bo'lmaydigan chaplashqa mush yilimni ishlatadi. Bu yilim bo'lmasa bizning kompyuterlarimiz, mulozimat mashinalari hech qas bo'lmaydi. Aeroplanlik aviatsiya ma o'ng tarafdagi bütün yilimlash narsalarga mushni ishlatadi. Bo'lmasa hech narsa tutishmaydi. Aeroplandagi hamma narsa vinti bilan qilmaydi, nurg'unlarni choplaydi. Mush bo'lmasa choplamaydi, ucholmaydi, paraxodlar mangolmaydi. Mush materiallarning hammasi mana mushu ishida. Mushning bilan jami men 27 ni so'zladim. Endi bu to'g'riliq so'zlasam davomli ketaverdi. Mush 27 ni
anglab, tushensanglar, ilm-fan, ilg'or ilm-fan texnika degan nima bu konkret bir qo'l tushunib o'tib ketisizlar. Bir kun tushunib o'tib ketisizlar, bir qo'l ballariinglar bilan bunda parang qilsanglar, universitet tushunsizlar, bir yer so'zsanglar, mushlar narsalarga nihoyatda diqqat qilinglar. Uyg'urlar hozir to'rbatlarda bu Trump'ninki ma partug'urliq hammasi o'zi bilgan bir narsa so'zlab chiqibdi, qo'yib aralashmayman. Kim bir so'zlar yana bir ishga o'tgandan keyin Trump siyosatininki qandoq bo'lganligi, Xitoy qanday ta'sir, Amerika, Xitoy hozir nurg'un yo'llarni qo'llanyapti ularni. Bu ikkisini o'rtaga urash to'qinishdan to'da urushga aylanib ketdi hozir. Amerika bilan Xitoy o'rtasida to'qinishdan o'tga butunlay ayrilishga olinishib ketdi. Xitoy Amerikaga Trump'ning bu Xitoyga shunda o'shib ketgan bir yeri yaqinda bir asmini yana o'qib chiqqan bir kitobni. Trump'a oldingidan birinchi qitim prezident bo'lganda Xitoyni nihoyat qattiq cheklaganda Xitoy bilan suhbatlashganda Xitoy bo'ludi, endi biz sana bozor ochamiz, sening po'choqlaringni olaylik dedi. Xitoyning po'choqi asos Amerikadan ko'p. Amerika o degan bir milliard 50-60 milliard dollarlik sodada Amerika onunla necha yüz ming aşında tonlu po'choq chiqardi. Xitoy po'choq dunyoda eng jiq ishlaydigan davlat Amerika bo'lgan ekan. Xi Jinping bo'ldi sizlarni po'choqingizni olamiz debdi. Uningga bu po'choqni Xi Jinping qanday qilibdi desangiz, bu Trumpni nihoyat bir o'yin tibitibdi-da. Bu po'choqni Fransiyaga berib, Fransiyaga mana sana beraylik, sen Amerikaga setib, sen paydiya deb. Şimdi Amerika satmay Fransiya orqali olibdi, bu Xitoyda olmabdi-da. Fransiya paydiya orqali Amerikani uzib yetibdi. Bu shu vaqtida Donald Trumpga shunday alam ketdi. Bu Xitoy degan har qanday qilsang buni urib işte yangivatmaguncha bu o'zgarmaydi ekan degan ong buning ketdi. Bu Xitoy bilan suhbatlashib bir ishni hal qilolmaysan-ki. Bular har qanday ish qilaman desang seni aman qo'llaydi ekan deydi. Onket anashqa buda masalanga Trump'ning 190 davlatga bosh qo'ydi deganlari o qolganlarning ahamiyati yo'q, qarang. Vyetnamga bosh qo'ydi, qanchalik o 1 milliard yo 2 milliard dollar o Amerikaning million dollardan bir tiyinga o'xshash hech qanday ahamiyati yo'q. O bir shakl xarakterli. Bu asosiy diqqati Xitoy. Trump'ning da Yevropaliklar bilan suhbatlashib kelishalaydi. Hamma Xitoyni buda bir qiltiq tushadi bu. Bu aşı 160 davlatning hammani o'ttirga jazolayman, bosh qo'ydilar qo'ygandikinlar Xitoy o'ttirga saklabda tushdi. Bu Amerika bilan tutishdi. Amerikaning 110% ga o'sdi boshni. Unda qancha nurg'un davlat bizga qatnashidi dedi, lekin bo'lmaydi. Yevropaliklar, Amerikaliklar bir madina. Bular darul hozir nima qilyapti? Suhbatlashyapti. Bir-birisidan bajanmaydigan Kanada bilan Yevropa bilan suhbatlashdi. Bu Xitoy bu yo'lni üstüvetti. Suhbatlashgan yo'lni. Trump'a mishada Xitoyni bir o'yinayapti. Bütün dunyoni qo'zg'agan orqali hammasi qilgan bo'lib turib, Xitoyni asos kuch qilib, endi Xitoyni bir o'zi chekinmas. Xitoy endi chekinsa, xalq orada yuzi chiqib ketadi. Davlat ichida vatanparvarlik tashviqotni qilolmaydi. Xitoyning eng chong kuchi davlat ichida vatanparvarlik tashviqot qildi. Xitoyni jafoliq chidashga nim qildi. Bu to'g'riliq so'zlasa yamancha so'z bor, bu to'g'riliq keyin so'zlanmas. Mana mishaka hozir 27 ni so'zladim. Xitoyga cheklagan texnikalar konkret nimalar? Nima uchun bu texnikalarni Xitoy ishlayolmaydi? Ham shuning bilan bir vaqtda shu texnikaga munosabatli ilm fanlarni imkoniyat bor ommabop tilda bir qurt tushuntirib o'tkitay dedim. Hammalar mushni anglasanglar, bolalaringlar oliy maktab chiqib o'qiganda bir yana so'zsanglar tushunsizlar. Kashki Xitoy chekladi degan o bir konkret narsa, olma degan bilan olma degan nima? Uni har bir mevaning meva deymiz, o bir konkret yigini bo'lmaydi, tutqun bo'lmaydigan narsa. Uning uchun üzüm, shapton, nashpit deganda o konkret narsa olindi. Hozir chekladi degan xuddi bir meva degandeklar. Endi buni ishga kirib, mushta tadqiq qilish to'g'ri keladi. Men 27 keldim. Endi mushning bilan bo'ldi qilsam bo'lar deyman. Buni chunki qanchalik odam qani qarab boqayli. Anglaydigan odam bo'lsa, masalan, buni jami qilgan texnikasini men cheklagan texnik qarab boqsam 63 ga.
Kızımlap çıktım. Ilgar texnik. Ben hadi 27'den süzdüm. Tehi yerimge balmaptım ben. 63'ke. Yani keyin xalqlarninki qiziqishi qarab, mush 27'ni mu uvinib chiqsanglar asos hozir zamon texnikasini bilib ketsa, ana bu qog'ini tushsaq biologiyaga o'tib ketamiz. Voy bu o'tib ketgan sohalar yomonjiq bu so'zlab ketgan narsalar qani ahamiyat qaramas. Shuning Ko'p bilan rahmat. Hamda darvaqaliq tafsilot kirgan chog'da her sohadagi narsalar yana nurg'un turlarga bo'lindi, anaqa tiplarga. bo'lindi. Shunglashqa yana o yana jiq chiqdi. Bu yerda endi faqat reallikda bundaq bir narsa bor. Xitoyning hozir texnik dunyosida mayli batareyadan tortib avtomobil sohasi yoki quyosh nur taxtisi deydi, quyosh energiyasi. Ya zaten qaysi sohaga qarasak, hayotda robot, dron texniklariga qarasak, bozorni egallab qolganligi, eng yangi narsalarni xuddi Xitoy keşif qilayotgandek bir havo-havocha o'tirda nima tashviqotda. Bunga qarasak, hozirgi siz deyotgan texnikaning yuqori darajadagi cheklimining to'solg'isi Xitoyga ta'sir qilmagandek tuyg'u. Yani bunaqa biz hozir ishlatayotgan narsalar 30 yil, 40 yilning oldida bağlab asli. Faqat insonlarga ichilmagan, paydin-pay hech qachon o'xshash. Xitoyning hozirgi cheklimasi nima Xitoyga chekilgan hozirgi cheklamalar belki yana yillar keyin ta'sirini aniq ko'rishi mumkinmi yo mushbiti mangamdi biz ko'may qilyapmiz bilinmayapmiz. Ta'siri mandaqisini hozir Xitoy iqtisodi, masalan Xitoyning ichida iqtisod ko'rsangiz, moliya krizisi, qurilish uyumlik krizisi, iste'mol krizisi, maoshi siz hamma jihatda Xitoy intayin davlat ichida vayronga uchrayapti. Buni ahvoli inta issiz ahvoli. Tug'ut masalan maktab masalasimi, masalan boshlang'ich maktablarda bola yo'q hozir. Burun 5000 o'qiydigan maktablar hozir boshlang'ichlar 2000 o'quvchi qoldi. O'quvchilar bola yo'q. Tug'magandan keyin bola yo'q. Undan keyin bu bayan bir 2-3 yildan o'rta maktablarga bola qolmaydi. Odam yo'q. 5000 yillarga 5000 o'quvchi bor. Maktablarda boshlang'ichlarda 2000 2500 o'quvchi bo'lib qoldi. Shu o'qituvchilar tushiradi. Hozir Xitoy o'zining iqtisodini bu bir nechini biri nimaga? TikTokqa. TikTok Xitoyning cho'ng bozori. Biri elektronlik mashinaga. Biri elektronlik robotga. Ya biri elektron quyosh taxtasiga. Bu Xitoyningki qo'yayotgan 4 nimaga Xitoy hozir asosiy mush orqali xalqarodagi savdosini o'zgartmas deb qo'yayotgan 4 narsa bu. Elektronlik mashinasi aslama Amerikaning Tesla. Dunyoni egallab Xitoyninkini chiqarib yetgan vaqtida-chi, tuyuqsizdan u Xitoyga omad keladigan vaqtlar bor. Chiqarib yetay degan vaqtida Trumpning bu nachariyari Yevropa bilan qattiq bu dushmanlashgandan keyin Yevropa xalqining ichida Tesla'larni Kanadada olmaydigan holat chiqib ketdi. Tesla'larni chekladi. Kanadaliklar 60% chiqib ketdi. Yevropada 60% Tesla'larni oldigan chiqib ketdi. Nurg'un Tesla olganlar Tesla'larni tashlab etdi. Kuydirib yetib bordi. Bu Tesla'da bu yerda Xitoy bu bo'shliqni ko'rib Xitoy mashinasi guldirlab kiryapti. Lekin Yaponning hozir paydo bo'ldi. Yapondan kirib ketib bordi. Xitoy mashinalarida chatoqmi shunda jiq chiqyapti. Bexatarlik tajaq. Bir 2-3 yilgacha qilib, meningcha bir 2-3 yildan Xitoyniki bu jihatdagi nimasi tushib ketadi. Chunki mashinaning sifatini o'stirgan ilg'or material, ilg'or texnika yo'q. Bular asosiy an'anaviy usulda, koni chiplarda, chipning 4-5 avlodlarini ishlatadi bozorda. Shuning uchun bu bir 2 yil davom qilolmaydi. Ikkinchi, bu robot. Bu Xitoy robot, Uyg'urlarni robot deb olsak bo'ldi, mashina odam deb jimay, nurg'un narsalarcha xalq aralashgandan keyin biz darrol shu turni olaylik. Xitoy biz robotni Xitoydan olamiz, jichirin deydi, Xitoylar dallamaganki shuni mashina odam deb bizga Uyg'urlarga chatdan avval Xitoycha berib, Xitoychadan Uyg'ur tiliga lug'at o'zgardi emasmi? Bu robotni
Amerikalar yasawatıdı. Lekin Xitoy qancha yasaydi? Hozir oldingi kuni men so'zsam, yana 10 yil, 15 yildan yer shariga 60% odam ahamiyatsiz bo'lib qoldi. Ehtiyotsiz bo'lib qoldi. Hozir bir masalan hozir nima qurilishlarda robot ishlatgani boshladi. To'g'rimi? Qurilishlar robot ishlatgandan keyin bu ishchilarning ahamiyati yo'qda robot degan oshqan demaydi, maosh ber demaydi, kech kunduz demaydi, ishlayverdi u. Odamdan yaxshi siyliq sifatli chiqadi. Har qanday mashina ishlagan narsa odam ishlagandek yaxshi chiqadi. Xitoy bu jihatdan haqiqatan ko'p yasayotdi. Texnik setib olgan yerlar noit oz. Uni chet elga ishlab o'zi ishlatay desa Xitoy bir yerda o'zining odami asli ko'p. Xitoyda masalan 1 milliard odam hojatsiz hozir bu robot chiqsa, AI chiqqandan keyin. O'ziga ishlatolmaydi. Chetga sotilmaydi. Afrika buning do'st davlatlarga, keng davlatlar ularga texnik tuvan, turmush tuvan, ular bundan narsaga ehtiyoj yo'q. Bu degan ilg'or davlatlar talab qilgan narsa. Yevropa Birligi, Amerika, Turkiya ham talab qilmaydi buni hozir. Bu yerlarga eksport qilishi intayin oz. Uningki bularning eng chong qig'ini biri TikTok. TikTokmi trillion dollarlik nim bo'lay dedi. Donald Trump buning besim ishiltyapti. 75 gün onu bırakıp yoktı bitişine Biden yoktu etken onu. Amerika'da üzüp etken Biden Trump geldi. Trump'ın bu Saudigar adam bunun dediğini bu çok bilimlik neyse bunun bilim işiltip bunu Elon Musk'mış Amerika'daki bayla bir bu sit bile oldu. Yani bunun yani 75 günlük keçikti diye bunu bilimiz. Bunu kesa. Yani bir olsa bulana ilaka DeepSeek akli iktidarlık. O narsa asası mayanın ditanıştı onun arıyor. Asası muşu narsalar bu Xitaylarning. Lekin muşu mesela robotning bunun sapça robot degan chip bilan mangdigan narsa. Bunday chip uni mingida o bir. Chip degan mingi bilan mangdigan o chipning ularning ishlatgani yana 4-5 avlod naytiliq keyin. Ağaçkıyla Xitaylarninki ile karton kinolarini ko'rsangiz, ile qo'chaqlari xuddi qo'pol, mushtaq minayotgan bir yerlik qo'lashmagandek. Nimish qilsangiz chip yaxshi emas. Ularning robotlarimi imkoniyat bor, masalan, qorong'i bozorlardan yana sotib olgani bo'ldi, chiplarni ilg'orli ilyotdi. Lekin bularning hammasining meningcha taraqqiyoti yuqur emas. Bular asos Amerika, Yevropa, Yaponiyalarni setish nuqtasi qildi. Bu yerlardan olgan yo'q. Quyosh taxtasi keng bilan setilgan. Yevropadagi 90% quyosh taxtasi Xitoydan kelgan. To'g'rimi? Hozir Germaniya, Angliya, Fransiyalar Xitoyning quyosh taxtasini cheklashga boshladi. Bu bo'lmaydi. Bunda qilsa bizni butun to'qiyat o'zimizning nima qilmasa bulardan cho'r chekildi. U yerdagi ishlatishmi burun qaraganda shuni 50%dan jiq tuvallab ketdi. Ular bu quyoshlar taxtini ular çek. Bu bir cho'ng davlatlarni qilgan Xitoyning qiludi. Xitoyning bu cho'ng ismimizdan chiqib ketmasin. Bu Xitoyning cho'ng davlat. 20-30 million ilg'or maktabni o'qigan ziyolilari bor maktab. Bu davlat mablag' silib yuqur darajalik tajribaxonalarni qurgan maktab. Hem ma'lum bir ishni qilamiz desa, hukumat darrov milliard davlatlarlik, milliard dollarlik mablag' solaydigan davlat. Buni misol chiqib, uningdan bu Xitoylarda bir xil biz dunyoni ish o'timiz, Amerikani joylaymiz deydigan milliy ruh bulardan nait kuch. Biz bayniyan 100 yilda dunyoning xo'jayini bo'lamiz. Bu ruh, bu shuarcha qarang, ajoyib kuchli shuar bu. Har qanday bir gadoy odamni g'ururlantirgan bir shuar. Biz xuddi biz Uyg'urlarni g'ururlarga shuar qilmadi, mustaqil desakmi, uningga ovoz qo'shilgan odam dunyoda hozir xalqaro 10% yetamdi, yetmam uqmayman Yevropada. Xitoylarda oshqagan divorlarmi biz dunyoni qilmasa xo'shib ketadi emasmi ashula. Ular bir ruh bor. Shuning uchun bu bir xalqarodagi bu Xitoy bilan ilishishmi osonmi emas. Bir cho'ng davlat. Uningki buning xalqi ocharchilikqa, ziyonkashlikka, besimga chidaydigan millat. Amerika, Yevropa o'xshamaydi. Xitoyning Vayjo Budangni tashqi ishlar ministri degan gapi bor. Bizning xalqimiz ko'kat yeb, cho'p yebmi bardoshlik bera oladi, sizlar bera olamsizlar degan. Ma'lum jihatda to'g'ri.
bu xalqini qanchalik ismi ma'qul deydigan davlat. Shuning uchun bu raqobat xeyli kuchli bo'ldi, lekin Xitoyning tashviqotiga unchalar e'tibor berib ketmayman. Chunki sen cho'qim tadqiq qilganda mush bir necha narsa asos. Buni iqtisod manbasi nada? Bu nega sotadi? Xaridasi nada? Buningki xalqaro munosabat yaxshimi? Maliye sistemisi, dünya sistemisi birleşe alamdı. Bular halkılık mesele. Xitayning eng chong xalqaroliq savdosi Amerika bilan 500 milyar yillik. Surplus, ortiq sotadigan. Bu savdoni Amerika to'xtatib etsa, qolgan davlatlarda olgan sisi Xitoyning hech qancha nemisi emas. U Afrikadagi davlatlarning hammasi yig'ilsa 10 milyardga bormaydi. Shuning uchun mush masalalar shuning uchun bu bir qiziqarli uch davlat qissasi qarang. Aldaki bir neçə ildə görürüz, tədqiqat qıtdırımız, özgürüb durdu. Bolup Donald Trump'ın siyaseti qandaq buldu. Avrupalar bilə məsələn, Kanadalar bilə bu bir savdogar adam. Kilişim qilishni yaxshi ko'rdi. O'ziga foyda qilgan kilishni Avrupalar bilə yaxshi qilib qolsa, atli yaxshi o'qitdi qarang. Bular bir madaniyatning odami. Bu hatto Rossiya bilan yaxshi ishman davasida. Turkiyani maqtavasida. Shuning uchun bu siyosatlar iliqi bundaqla töpügüle qarmay, çoxum mənbəsi qarmay. Xeyridası nədə? Kimga satıdı? Qancha bu texnika, nima texnikada ishiltidi? Qanchinchlarda chipni ishiltidi? Buning moliya sistemasi xalqaro bilan moslashamdi? Mushularni qarasanglar, eng muhimi Amerika bilan munosabati qanday? Hadi Amerika qilami iqro qildi. Amerika bu to'g'riliq qarang ikki tarafdan maqtaydigan bu muqata munozir intayin keskin. Men anglar har kun 2 soat anglayman bularni bas munozir. Intayin keskin. Shuning uchun shu vaqtda bilayli. Hozircha nalar qildi shu haqlar bilmasdi. Amagaysiz inşallah aldığımız fırsatı yana başka izlenişlerimizle yana ekranımız orqali xalqimizla tamamen bərlərimiz. Bu da Donald Trump'ın keyinki hakimiyet çıqqandan keyinki edip bağlan siyasetlerden eğer bir izdeniş qilib qalsanız, onun da bir program qilib bersak yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Bo'ldi. Men atlab nimaga chiqib qolmanki, deshondiq. To'liq bo'lmay. Donald Trump siyosati to'g'riliq mushtirqi so'zlasam 2 soat so'zlayman. Bu kallamga pishib kirib Muşta bo'lib ketgan narsa bu Xitoyni men butun Xitoy analizchilarning so'zlarini anglayman. Amerikaning ikki tarafini anglayman. Har yili 3-4 paslar men deyman-qo'y, shu mana men qatoq uyimga kirsangiz 5-6 kompyuter bor. Tamda issiqlik. Hammasi qo'yib qo'yma, hammasi tan qo'yib qo'yma, ishlab shu kompyuterimda tilpullarini ichib qo'yma, hammasi anglayman. Bo'layotgan ish sal texi hozir Donald Trump o'zini tanishib, bugun mandaq, ertasi mandaq deydi hozir. Uyg'ur degan to'platgan anglab tursan lazım bo'ladi. Ashulada aylaqa shu kunda chiqayotgan so'zlayotgan Xudoyim bilsa bu to'g'riliqni to'xtaymiz. Bu to'g'riliq nayt oson so'zlayman buni. Bu to'g'riliq tayyorlab, manda cho'nqurlar tayyorlab. Bu to'g'riliq masalan ishkimiz suhbat xarakterlik bo'lsak bo'ldi. Siz masalan shu Amerika xuddi soatga bir yurish suhbat savollarni tayyorlang, xalqlardan yig'ilsin. Her qanday bo'lsin, shu savollarni naq maydon so'zsam hammasiga tayyor. Chunki bu materiallar, bu suhbatlar, bu xalqaro munosabat bo'lgan narsa mening kallamda o'sha kirib, ritmlashib, sistemlashib ketdi hozir. Tamam. Bo'ldi. Tamam, mayli siz bir safiringizdan qaytib kelganda gaplashamiz. Bo'ldi, Xudoyim buyursa, ha? To'xtasiz, omon bo'lgan hammaysiz, ajrlik bo'lasiz. Allohga rahmat. Muhterem qarindoshlar, bugungi program bu yerga qadar bo'ldi. Bizga nisbatan anglamak oson, zerikmay anglamakmi oson albatta. Chunki taqdim qilingan narsalar biz uchun bayatdan aytamiz-ku, xabarlardan chiqadigan narsamiz, balkim izdenish, tadqiq qilish, kuzatish, undan keyin xulosalab, asli mandakenda tegizadigan shaklda tayyorlik bilan kelib taqdim qilib kelyotdi nima Mavlon Yasin efendi. Uning uchun ko'raman do'stlarga har vaqt uningki manfaat bo'layotganligi hammalarga ma'lum.
Elbette rəğbətlendiriş pek mühim. Onun için bizgilam emas, belki taqdirkar ustazlarıma, taqdirkar pedagogarlarıma ayırım uçur yollaş arqılıq ularninki qaysi temada, qaysi mezmunlarda taqdim qilib berishi to'g'risida teklif, fikir, talab, taqdim qatorliqlarni bersanlar, bu ularga bir nim bo'ladi endi, zakaz bo'ladi. Shu bahonada bütün millat hammadan teng bahramand bo'lib qolamiz. Sizlar ajrli ko'p qolasizlar. Buning uchun mush masalaga diqqat qilsanglar, ya'ni ahamiyat berib qo'ysanglar, kelar qatorda program ko'rishingizlarni Janob Alloh topshirdi. Hammalar omon bo'linglar. Assalomu alaykum.